Assalomu alaykum. Japan Digital University kuzatuvchilari. Bugungi podkastimiz mehmoni Muhammad Nurislom. Assalomu alaykum, Muhammad Nurislom. Podkastga xush kelibsiz. Ozgina o'z haqingizda tanishtirib o'tsangiz, sababi bizani kuzatuvchilarimiz orasida sizni birinchi marta ko'rib turgan kuzatuvchilarimiz ham borligi uchun ozgina o'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor va alaykum assalom. Bugun chaqirganingiz uchun juda katta rahmat. Bu yerda bo'lganimdan xursandman. Gaplashib turganimizda. Shu bugungi suhbatimizda shu o'zim tajribamdan ba'zi bir savollarga javob beraman. YouTube videomizni ko'rib turgan obunachilarimiz nimadir foyda topadi degan umiddaman. Chaqirganimiz sababi siz Yaponiyada mashhur bo'lgan Fujifilm, chuqur tarixga ega bo'lgan Fujifilm juda katta kompaniya hisoblanadi. O'sha yerdan sizga ish taklif kelgan va siz uni qabul qilgansiz. O'sha jarayongacha nimalarni kechib o'tgansiz, ya'ni bu universitetgacha qanaqa kelgansiz va uni bitirgungacha qanaqa mehnat qilgansiz, o'sha haqida qisqacha mazmunli suhbat o'tkazsak, bu narsa sizni bitiruvchi qo'haylaringiz, ya'ni ukalaringiz, singillaringizga ham ancha foyda beradi deb o'ylayman. Yana bu narsa Japan Digital University kirmoqchi bo'lgan abituriyentlar uchun ham ancha qiziqarli ma'lumot bo'ladi deb o'ylayman. Savollarimni boshlaydigan bo'lsam, yapon tili umuman bilmagan holatda bu Japan Digital Universityga nega Japan Digital University tanlagansiz va bu narsaga sizni ota-onangiz va yaqinlaringiz qanday qaragan? Savol uchun rahmat. To'g'ri aytdingiz. Men yapon tili umuman bilmaganman noldan. O'zi maktabda o'qiganman. Maktabdan keyin litseyda arab tili yo'nalishida o'qiganman, filologiya. Lekin yapon tilini umuman o'rganmaganman, shifosini bilmayman. Qanaqa eshitilishini ham bilmasdim. Lekin menda Yaponiyaga bo'lgan qiziqish bo'lgan oldindan. Misol uchun ko'pchilik o'zimizda Amerika orzusi degan narsa bor. Amerikaga borib, ko'p pul topib, uy-joy karyera qurish. Endi menda o'sha narsa hech Amerika orzusi bo'lmagan. Menda Yaponiya orzusi bo'lgan. Nimaga aynan shu Yaponiyaga qiziqish boshlangan, nimadan boshlangan desa, boshida birinchi kinolardan boshlangan. O'sha kinolar ko'rilgan, samuray degan tushuncha bo'lgan. Undan keyin Yaponiya faqat bu narsalar emas ekan. Undan tashqari o'zini texnologiya rivojlangan davlatligi, robototexnikasi bilan ko'pchilik o'sha narsalar bilan boshqa tomonlar ham tushunishni boshladim. Qolgan narsalarni ham anglashni boshladim. Ta'lim tizimi bo'yicha juda ko'p yutuqlarga erishganligini tushunib yetdimda. Keyin menda Yaponiyaga borib o'qish orzusi paydo bo'ldi. O'sha narsani hammasi anglab yetib, lekin Yaponiyada o'qish juda qimmat. Rivojlangan davlat. U yerda yashash o'zi qimmatga tushadi. Bizning pulimizga juda qimmatda u yerda o'qish. Keyin shunaqa qilib ikkilanib nima qilish bilmasdan yurganimda Jizun reklamasini ko'rib qolganman. Japan Digital University O'zbekistonda ilk ochilgan Yapon universiteti deb o'sha yerda yozilgandi. Rostdan ham qolgan davlat universitetlarining ichida yoki chet el universitetlarining ichida bittagina shu Yaponiyaga aloqador, Yaponiyaning ta'lim tizimini O'zbekistonga olib kirgan universitet mana shu Jizu edi. Keyin hujjat topshirganman. Hujjat topshirib, o'sha payt yapon tili bilan matematika fanlaridan imtihon bo'lgan edi. Yapon tili yaxshiyamki, yapon tilini bir hafta o'zi o'rgatib, keyin imtihon oldi. Bo'lmasam iloji yo'q edi. Bir hafta o'sha o'rgatgan narsalardan imtihon olganim uchun, o'sha yaxshi o'rganganim uchun o'tib ketdim. Keyin matematika imtihoni o'sha paytda matematika o'rganatdim o'zim. Agar hech qanaqa universitet o'zim Yaponiyaga borib o'qiy olmaganimdan keyin davlat universitetida topshirishga to'g'ri kelardi. Shuning uchun men matematika bilan ona tili fanlarini o'qib o'zim o'rganatdim. Keyin matematika fanidan ham imtihondan yaxshi o'tdim, xudo xohlasa. Keyin o'sha paytda to'g'risini aytsam, davlat universitetiga ham topshirgandim, DTM bo'yicha. Keyin natijalar chiqdi. Birinchi davlat universiteti natijalari chiqdi. Keyin Jizuning natijalari chiqdi. Qarasam, davlat universitetlaridan Islom akademiyasiga kirgan ekanman. U yerda bir oy o'qidim. Keyin Jizuning natijalari chiqdi-da, sal kechikib chiqdi. Shuning uchun keyin Jizuga ham kirganimni eshitgandan keyin Jizuga
o'qishimni o'tkazib oldim, ko'chirib oldim. Ota-onam menga hech qanaqa qarshilik bildirishmadi, lekin ota-onam o'zi ko'proq o'sha islom yo'nalishi bo'yicha ketsin, farzandim o'sha Xalqaro islom akademiyasida yoki islom institutida o'qisin degan niyatligi bor edi, lekin juda Yaponiya bo'yicha IT sohasi bo'yicha ketmoqchiman, Yaponiya ta'limini olmoqchiman dedim. Ular qarshilik bildirishmadi. Juda katta rahmat aytaman. Juda minnatdorman. Har doim qo'llab-quvvatlashgan. Keyin JDUda o'qishimni davom ettirdim. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, JDU yapon tilini o'rgatadi. Bu qanaqa tarzda bo'ldi? Onlayn yoki offlayn? Imtihonni o'zini platformasi bo'lardi. O'sha platformadan video darslarni ko'rib onlayn o'rganganmiz. JDUga kirganimdan keyin yapon tili yana 6 oy to'xtovsiz intensiv ravishda o'rgatilar ekan. Shuning uchun kirgan oyimdan boshlab 6 oy davomida o'sha yapon tilini intensiv o'rgatishgan. Shu 6 oylik yapon tilini o'rganish jarayonida bizga maqsad qilib N3 JLPT N3 darajasi qo'yilgan edi. O'sha darajani olishga muvaffaq bo'ldim. Baribir o'zimizning ustozlarimiz, Murojaat sensei, Muslima sensei, yapon ustozlarimiz hammaligini o'rgatishlarini, Komiljon sensei o'rgatganlari oqibatida bo'ldi, albatta. Juda tajribali yapon tili ustozlar bo'lgani uchun JDUda yapon tili ta'limi juda yaxshi. Bemalol 6 oyda N3 olishga muvaffaq bo'ldim. Hozirda yapon tili darajangiz eng yuqori darajada deb bilaman. Ya'ni N1 darajasi. Shu ham juda zo'r natija hisoblanadi. Xo'p, mana shu boshida til bilmagansiz. Unda 3 ta alifbosi bor. Hiragana, katakana. Ya'ni 3-chi alifbo hisoblansa ham kanji, hierogliflar hisoblanadi. Bunda qanaqa qiyinchiliklar yuzaga keldi? Siz umuman noldan boshlab o'qib kelish jarayonida va o'qituvchilaringiz boya yuqori ta'kidlab o'tdi, juda ham yaxshi anaqa yordam berishdi. Ya'ni qanaqa yordamlar berishdi? Bu qiyinchilik duch kelgansiz, bilaman bu narsani. Qanaqa yengib o'tdingiz bu narsalarni? Rahmat. To'g'ri, 3 ta alifbosi bor. Hiragana, katakana, kanji. Ko'pchilik shu yapon tilini hali bilmaydi-yu, lekin yapon tilini o'rganamanmi, o'rganmaymanmi degan joyda ikkilanayotgan odamlar o'sha 3 ta alifbosi bor desa, bo'ldi, voz kechaman deydi. O'sha kelishadi. lekin u qo'rqinchli narsa emas. 3 ta alifbosi ham bir paytda o'zida tekstda ishlatilmaydi, birinchidan. Bu hiragana grammatik qo'shimchalarni yozish uchun ishlatiladi, xolos. Katakana chet eldan kirib kelgan so'zlarni yozish uchun ishlatiladi. Kanji oddiy so'zlar, o'zi yapon tilining so'zlari. Shuning uchun hech qanaqa qo'rqish kerak emas. To'g'ri, 3 ta alifbosi bor, lekin 2 ta alifbosini bir haftada yodlaganman. Hiragana, katakanani. Misol uchun qirolchasicha harf bo'lsa, shuni yozib, bitta alifboni yodlashga 3 kun, ikkinchi alifboni yodlashga 3 kun ketadi. Keyin kanjini endi asta-sekin davomiy yodlab ketish kerak. Uni birdan yodlab o'qilmaydi. Shuning uchun qo'rqish kerak emas. Qiziqish bo'lsa, hamma narsani uddalasa bo'ladi. Shu aytganimdek, shu bir haftada 2 ta alifboni yodlaganman. O'sha to'g'risini aytsam, o'sha bir haftalik yapon tili imtihonga tayyorlash onlayn darsida o'sha narsalarni o'rganib bo'lganman-da. Keyin JDUga kelib, asta-sekin o'rganishni boshlaganman. Birinchi odam ikkilantirgan narsa kanji darslarini boshlanganda, JDUga kelib o'qishni boshlaganimizda har bitta kanjini o'qilishi bor-da. 2 xil o'qilishi bor. Onyomi o'qilishi, kunyomi o'qilishi degan narsa bor. Kunyomi yolg'iz bitta o'zi kelganda o'qiladi. Onyomi 2 ta kanji yonma-yon kelganda boshqacha o'qiladi. O'sha narsani men boshida sal tushunmaganman. O'ylaganman, bitta kanjini 2 ta o'qilishini yodlagandan ko'ra, misol uchun so'zlar bo'ladi-ku, misol uchun bokoku degan ona vatan degan so'zlar bo'ladigan bo'lsa, faqat so'zlar yodlab ketsak bo'lmaydimi? O'sha har bitta kanjini 2 ta o'qilishini yodlagandan ko'ra deb o'ylaganman. Ustozlardan so'raganman, ustozlar kulishgan. Chunki qiziqish bor, lekin anaqa erinchoqlik ham erinchoqlik. O'zimiz chaqirib ish qilishga harakat qilganmiz. Lekin ustozlar tushuntirib berishgan. Bunaqa aytadigan bo'ladigan bo'lsa, matematikada bunaqa nima deydi, kombinatsiya bilan yodlaydigan bo'lsa, 2 ta kanji yonma-yon kelib, birga kelib,
o'qilishini yodlaydigan bo'lsa, kombinatsiyasi juda tuganmas bo'lib ketadi-da. Undan ko'ra ikkita o'qilishini yodlab qo'yib, keyin o'shani butun umr ishlatgan qilib, ustozlar o'shani yaxshi tushuntirib berishgan. Keyin harakat qilganmiz. O'zgartirishga harakat qilyapmiz. O'sha narsalarni hammasi yaxshi bo'lganda, ustozlarimiz juda zo'r tushuntirib berishardi. Shunaqangi qiziqtirib dars o'tishardi. Darsdan keyin ham kechgacha ham yapon tili o'rganaverardim-da. Hech zerikmasdim. Ustozlarga rahmat aytaman. Mana sizni hozir sizdan keyingi bitiruvchi ukalaringiz, singillaringiz bor, ya'ni bu yaponchada kohai deyiladi, kohai senpai deyiladi. Shu kohaylaringizga ana til o'rganishda qanaqa maslahat berasiz? Ya'ni o'zingizni bilmoqchi bo'lgan, ya'ni o'z shaxsiy formulangiz bormi til o'rganish bo'yicha? Va qanaqa usullardan foydalandingiz haligacha? Boshida yapon tilini o'rganayotgan paytimda hech qanaqa nima deydi? Hech qanaqa menda sir bo'lmagan, yapon tilini zo'r o'rganib ketish bo'yicha tajribam ham bo'lmagan, yo'ldan o'rganganman. Lekin bitta narsani to'g'ri qilganman deb o'ylayman. Ko'pchilik o'quvchilar kanji yodlayotganda qiynaladi-da. Misol uchun kanjini yodlash kerak, o'qilishini yodlash kerak, boshqa kartochkalar bilan yodlashadi. Yozib yodlaymi, qanaqa yodlasam yaxshiroq, effektivroq bo'ladi deb deyishadi. Shu bitta men o'zimdan maslahat berib qo'yay. O'sha misol uchun istalgan yapon tili darslik kitobimi, Milano Nihongo, Shinkansen Master, boshqa har qanaqa kitob bo'lsa ham o'sha yerda lug'at qismi bo'ladi. Eng chap tarafda hiragana o'qilishi, o'rtada kanjisi, keyin bu yoqda o'zbekcha tarjimasi bo'ladigan bo'lsa, mana bu kanjini ko'rib o'qib bera oladigan bo'lib, o'zbekchasini yodlash kerak. Misol uchun mana bu hiraganada yozilishi bilan o'zbek tilini emasda, kanjida yozilishi bilan o'zbek tilini ko'rib yodlash kerak. Mana shu kanjini ko'rganda mana bu yoqdagini o'qib oladigan bo'lish kerak. O'sha narsani bittadan qilib ketsa, ikkita ish bo'lmaydi-da. Misol uchun N4da shu narsani qilib qo'ysa, N3 ga o'tganda o'sha kanjilarni yodlayotganda hammasini bilishadi, chunki bu yerda yodlab bo'lishgan. Anaqa. Boshida bir 50-100 tacha so'z qiyin bo'lishi mumkin, lekin 100 tacha kanji ko'p qaytarilib kelaveradi. Shuning uchun boshida 100 tachasini qiynalib yodlashadi, keyin osonlashib ketadi. Keyin kanji shunaqa narsa, qancha ko'p yodlasa, shuncha osonlashib ketadi. Takrorlanganligi uchun, misol uchun boshida bitta so'zda bitta kanji chiqib, keyingi so'zda yana o'sha kanji takrorlanishi mumkin, to'g'ri? Qancha ko'p kanji bilsa, shuncha ko'p takrorlanadi. Shuning uchun misol uchun har bir daraja o'zini bilmoqchi, darajasi oshib borgan sari yodlash kerak bo'lgan kanjilar kamayib ketaveradi-da. Agar bu yoqdagisini yaxshi yodlasa, bu yoqdagi yodlaydigan kanjilar miqdori kamayadi. Shuning uchun boshidan M5 dan boshlab kanjisi bilan birga yodlab ketilsa, kanjini ko'rganda o'qiy oladigan bo'lish kerak. Yoza oladigan bo'lish shart emas. O'qiy oladigan darajada yetsa, yodlagan bo'lsa bo'ladi. Mana shu so'z yodlash bo'yicha, kanji yodlash bo'yicha, o'qiy olish bo'yicha dokkay deydi. O'sha eng asosiy maslahatim. O'zimda ham bo'lgan. Misol uchun N3 darajasigacha o'quvchilar boradi-da, keyin yapon kimgadir o'zimiz ustozlar yaponcha gapiraman deganda tilga so'z kelmay qoladi-da. Gapiraman, gapirish xohlasa ham shunaqa ham bo'lganda, o'zimda ham bo'lgan. Mendan ham maslahat so'rashgan, gapirishga harakat qilaman, lekin so'z kelmaydi deydi. Bu narsa bo'ladi, chunki sherik bilan o'tirib so'z yodlaganda, misol uchun nima deb o'zbekchasini aytsa, yaponchasini ayta oladi yoki yaponchani aytsa, o'zbekcha tarjimasini ayta oladi, lekin gapirgan nutqiga kelmaydi o'sha narsa. Bu degani passiv yodlangan, to'g'ri, ishlatilmagan. Ishlatilmagan, passiv yodlangan narsa. Buni aktivga aylantirish uchun birinchi o'zi matn tuzib, o'sha narsani gapirib berish kerak. Ikkinchi, misol uchun bitta gapni to'liq gapira olmaydi. Chunki o'sha paytda o'zida grammatika, so'zni taxlab, orasiga grammatika qo'yib, sirazi gapirib keta olmaydi. Lekin bir marta yozib, keyin gapirib bergandan keyin o'sha narsani yana qaytadan gapirib bera oladi. Bu degani bitta gapirdingiz, qiynalib, unaqa qilib, ikkinchi marta o'shani tez gapira olasiz. Shuning uchun harakat qilib birinchi gapni gapirib olish kerak, keyin o'sha narsani qayta takrorlaysiz. Qancha ko'p gapni gapirib harakat qilsa, keyingilari osonroq chiqib keladi. Ikkinchidan yana bitta narsa, o'zim ham shunaqa bo'lgan. Anime ko'rishni maslahat beraman. Ko'pchilik
bu multfilm deyishadi, to'g'ri multfilm, lekin yapon tilini o'rganish bo'yicha baribir bilaman, yapon kinosini ko'rgan bilan yapon tiliga tushunib bo'lmaydi kinosi. Daraja umuman boshqacha. Bu yerda daraja ana M1 dan ham boshqacha. Yoki drama ko'rishmaydi hech qachon, serial. Men o'zim ham chidolmayman. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, anime ko'rsin, multfilm. U yerda talaffuzni juda tiniq qilib aytishadi-da, shuning uchun yodlangan so'zni aktivga aylantirish osonroq bo'ladi. Misol uchun, bitta so'z yodlagani, lekin ancha bo'lgan yodlaganiga aktiv emas. Gapiraman deganda kelmaydi. Chang bosib yotibdi. Chang bosib yotibdi. O'shani aktivga aylantirish kerak. Kundalik gapirmoqchi bo'lganda chiqib keladigan qilish kerak. O'sha animeda o'shani eshitib qolish ehtimoli katta. Eshitib qolsa esiga tushadi. Bu tarjimasi mana bunaqa edi. O'sha aktiv emas narsa aktivlashadi. Qancha ko'p eshitgan sari shuncha yaxshi bo'lib ketaveradi, keyin gapirayotgan paytda nutqiga keladi. Mana shu maslahatni bera olaman yapon tili o'rganmoqchi bo'lganlarga. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, kanjini boshidan o'sha fundamentni yaxshi yozish kerak. Keyin uni o'qish kerak, yodlash kerak. Keyin обязательно uni qoldirib qo'ymasdan turib, gaplatish, matnlar tuzib, uni og'zaki gapirish kerak. Shunda bitta o'qituvchi uchta quyon urib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni so'z yodlaydi, nutqini to'g'rilaydi va o'sha eshitish qobiliyatini. Shunday. O'zi ham gapirganda eshitadi. Shunaqa qilib yaxshilanadi. Xuddi shunaqa qisqa qilib aytganda, kanjini so'zni o'zbekcha so'z, yaponcha so'z. Yaponcha so'zni hiraganasi bilan emas, kanjisi bilan yodlash kerak. Misol uchun, kanjili so'z, kanji, keyin tarjimasi yodlash kerak. Kanjini ko'rganda tarjimasi esiga tushishi kerak. O'sha narsada asta-sekin tanish bo'lib boradi. Bu narsa o'qish qobiliyatini kuchaytiradi, kanji bilimini ko'paytiradi. Shu. Endi ikkinchisi o'sha nutqqa keladigan bo'lsak, nutq va eshitish qobiliyatiga keladigan bo'lsak, anime ko'rish kerak ko'proq. Keyin gapirishdan oldin, misol uchun, hech qanaqa tayyorgarlik ko'rib bormasdan birovga oldiga borib yaponcha gapirishga harakat qilishdan oldin, o'sha gapirmoqchi bo'lgan gapini o'zi yozib olib, keyin bitta o'qib berib yoki yodlab borib gapirsa, keyingi marta o'shani gapira oladi. Bir marta gapirish kerak, keyingisini gapira oladi. Menda ham shunaqa, misol uchun hozir 4 yil o'qiyotgan bo'lsam ham, 4 yil ichida hech bo'lmasa bir marta bo'lgan gapirgan gapimni yapon tilida gapirgan bo'lsam gapira olaman. Agar umuman shu paytgacha yangi hech gapirmagan gapim bo'lsa, o'sha narsani qaytadan tuzolman. O'sha narsaga men hozir ham qiynalaman. Misol uchun, shu paytgacha umuman gapirmaganman, hozir tuzolman. Bu narsa vaqt oladi. Lekin agar biror marta o'sha gapni qachondir o'sha narsani ishlatgan bo'lsam, bemalol gapiraman. Hozir aytasiz, haligacha o'qiyapman, haligacha takrorlayman siz o'qituvchilaringiz, ya'ni biz ham darslarda kuzatganmiz, bor o'qituvchilaringizdan ham siz haqingizda kommentariyalar eshitganmiz, ya'ni juda faol, 4 yil davomida umuman o'zgarish bo'lmagan, ya'ni pasayib ketmagan deb juda maqtovli so'zlar eshitganmiz. Xo'p, mana shu 4 yil davomida bir xil tempda ketish uchun qanaqa motivatsiyaga ega bo'lish kerak? Bu motivatsiyani yo'qotib qo'ymaslik uchun nima qilish kerak? To'g'ri. Motivatsiya o'ta shunaqa. Motivatsiya muammosi bor. Ko'pchilik o'quvchilarda, misol uchun, yapon tilini ingliz darajasiga borib, keyin zerikib, undan yo'q anaqa hech kimga qoladigan yo 2 darajasiga borib, yapon tili bo'ldi, o'qib zerikib ketdim deydigan o'quvchilar ham bo'ladi. Birinchi o'rinda maqsad qo'yish kerak oldiga. Misol uchun, mana Jiddu universitetiga kirdim. Maqsad nima? Mani maqsadim misol uchun Yaponiyaga ketish bo'lgan. Yaponiyaga ketish uchun yapon tilini so'qib ichmasa bo'lmaydi. Men ustozlarimizlar ham aytishgan, YouTube'da ham misol uchun videolarda, Yaponiya haqida videolarda ko'rganman. Yaponiyada yapon tili 99% ishlatiladi boshqa tillardan ko'ra. Aholisi boshqa tillarni yaxshi bilishmaydi deb aytishgan. Tushundim, bo'ldi. Demak, yapon tilini so'qib o'sha yerda bemalol muloqot qiladigan darajada bilmasam, Yaponiyaga keta olmayman. U yoqda ketganim bilan borib yashab keta olmayman. O'sha narsani tushunish kerak odam. Keyin harakat qilish kerak. Yana bitta narsa, kundalik ravishda shug'ullanib turish kerak deb o'ylayman-da. Misol uchun, qachon odam qiziqishi yo'qoladi biron bir narsaga, agar o'sha narsani yaxshi qila olmasa, qiziqishi yo'qoladi. Misol uchun, aytaylik,
sport deylik, basketbol sportini aytaylik. Man savatga tushirolmayapman. 10 kun tushirolmadim, 20 kun tushirolmadim. Lekin ketma-ket qilmayman. Misol uchun bir haftada bir marta chaqiriladida, boraman basketbol o'yiniga, savatga tushirolmayman ko'p turni. Qiziqishim har safar borganda kamayib ketaveradi. Chunki nimaga qiziqishim kamayapti? Men o'sha narsani yaxshi uddalolmayman. Undan nima foyda deb o'ylayman o'zim. Xohlagandagi bo'lmaydi. Ha. Endi qiziqish qachon bo'ladi desa, o'sha narsani yaxshi uddalasa, o'shanda qiziqish bo'ladi-da. Misol uchun savatga tushiryapman, o'yin qiziq ketyapti. Mani komandalar talashyapti. Nurislom menga o'tsin. Ana unda qiziqish bo'ladi-da. Sodda qilib aytadigan bo'lsak, yapon tilini har kundalik ravishda o'rganib, o'zingizni kursdoshlaringizdan qolib ketmasangiz, yapon ustozlar bilan asta-sekin muloqot qilib gaplashsangiz, o'zbek ustozlar bilan gaplashsangiz, Yaponiya haqida videolarni ko'rib, doimiy o'zingizni qiziqishingizni har kunlik ushlab turish kerak-da. Har kuni o'sha narsa bilan shug'ullanish kerak. Eslatib turish kerak. O'sha narsani o'ziga eslatish kerak. Harakat qilish kerak. O'sha biror bir ishni yaxshi qila olishdan keyin paydo bo'ladi. O'sha ishni yaxshi qila olish uchun doimiy shug'ullanish kerak. O'shani maslahat beraman. To'xtatib qo'ymasdan har kuni kamida 2 soat, 3 soat yapon tili bilan shug'ullansa, menimcha qiziqish yo'qolmaydi. O'zimning tajribam shunaqa bo'lgan. Aksincha, hozir sizda mana eng yuqori daraja bor, M1 darajasi bor. Yo bo'ldi, men M1 olib bo'ldim. Endi men yapon tilini suvda bilaman. O'rganish shart emas degan narsa bo'ladimi? Ha, yo'q, lekin bu M1 darajasi ham o'ziga yarasha, to'g'ri, yapon tili JLPT darajasi bo'yicha eng yuqori daraja, lekin o'zi aslida kundalik muloqot uchun yetarli darajada, lekin agar ishda bir professional ish qilaman, biznes qilaman yoki professional tarjimon bo'laman degan paytda bu juda past bo'lib qoladi. Yetishmaydi bu narsa, bu daraja. Keyin o'zim ham hali hech yapon tilini bo'ldi tashlab qo'yaman. Men darajani oldim, bo'ldi degan xayolga kelganim yo'q. Har kundalik misol uchun yapon odamlarni YouTube videolarini ko'raman, yaponcha tushunishga harakat qilaman. Hali ham yaponcha kinolar ko'rishga harakat qilaman. Ora-orada yaxshi animelar bor. O'sha Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba degan animelar bor. O'sha narsalarni ko'rishga harakat qilaman. O'zimga yapon tilini esdan chiqarmaslik uchun harakat qilaman. Chunki hozir O'zbekistondaman. Yapon tili kundalik ravishda foydalanilmaydi. Shuning uchun agar nimadir ko'rib o'zimni band qilib turmasam, bari esdan chiqadi. Takrorlab turish kerak. Takrorlash o'qish onasi deydi-ku. Shunaqa. Xo'p, bundan buyog'iga ham misol uchun Yaponiyaga ketsangiz ham, ko'proq yaponchada muloqot qilasiz, xudo xohlasa, yapon tillaringiz balki o'zingiz xohlagan darajaga yetar. Undan keyin ham o'qishni davom ettirasiz. Shunaqami? O'zingiz ustida ishlashni davom ettirasiz. Albatta, men endi bitta narsa boshlandi, o'sha narsani haqiqiy mutaxassis bo'lmaguncha to'xtatmaslik kerak deb o'ylayman. O'zim uchun, misol uchun yapon tilini mayli qanaqa ish qilishdan qat'iy nazar, qayerda ishlashdan qat'iy nazar yapon tilini baribir shug'ullanib turaman har doim va hech qachon to'xtatib qo'ymayman. Mayli qachon to'xtatarman, agar yapon bilan xuddi yapon qanaqa gapirsa, o'zim ham shunaqa gapirsam, o'shanda to'xtatishim mumkin mayli. IT sohasi bo'yicha ham kundalik ravishda IT bilan shug'ullanib turaman. Qachon ITni to'xtatasan desa, mayli agar AI hamma narsani qila oladigan bo'lsa, keyin to'xtataman. O'sha AI meni to'xtataman. Yo, AIni to'xtataman. Xullas kalom, shunaqa doimiy shug'ullanish kerak-da. Xo'p, mana sizni aktivligingizni kuzatib boramiz, baribir o'qituvchi sifatida universitetda. Mana shu darsda doim o'zini ko'rsatish va tashabbuskor bo'lish talabaga qanaqa plyuslari bor? Misol uchun darsda aktiv bo'lib qatnashish, misol uchun ustoz so'raganda qo'l ko'tarib javob berish, bu narsalar muhim deb o'ylayman. Bu birinchidan o'zingizga bo'lgan anaqa nima deydi? Expectation deydi-ku, anaqa o'zingizga bo'lgan kutishmi, yaxshiroq natijaga erishish bo'lgan kutishni oshiradi-da. Misol uchun 2 marta darsda qo'l ko'tarib aktiv qatnashsangiz, 3-marta qo'l ko'tarmasangiz ham ustoz sizni turg'izadi-da. Javob berish uchun, chunki ustozga qiziq, sizni savollar harakat qilayotganingiz, ustoz
sizni harakatingizni qadrlaydi. O'shaning uchun keyingi safar 2 marta aktiv qatnassam, 3-marta o'zi majbur bo'laman aktiv qatnashishga. Ustoz aytayotgan narsani diqqat bilan eshitib, ustoz xohlagan payt savol so'rab qo'yganda javob bera olishga tayyor bo'lib turishim kerak. Chunki so'rab qolishi mumkin. Aktiv bo'lgan odam bilan o'quvchi qancha aktiv bo'lsa, ustoz ham shuncha aktiv bo'lib ketadi o'sha o'quvchiga. O'qituvchida ham motivatsiya uyg'onadi. Shunaqa. Misol uchun sizdan bugina bizdan bugina deydi, o'quvchi o'rganishga ishtiyoq bildirsa, o'qituvchi ham mehri oshib o'rgatishga harakat qiladi-da. Shunaqa narsa. Keyin ikkinchidan, misol uchun o'zingizni kursdoshlaringiz orasida ham sizga bo'lgan dunyoqarash shakllanadi. Keyin o'zingizda ham motivatsiya paydo bo'ladi-da. Hech bo'lmasa mayli nima deydi? Hatto bir kursdoshlarim mendan kutyapti, yaxshi natijaga erishishi o'zim ham harakat O'rnak bo'lasiz kursdoshlaringizga. Shunaqa, o'rnak bo'lasiz. Sizdan kichkina kursdagan. Shunaqa. Baribir aktiv bo'lish kerak dars. Bu narsa shu tashabbuskor bo'lish, sizni ishga joylashishda qanaqadir yordam berdi? Misol uchun o'qituvchilar, bizning Yaponiya bandlik ta'minlash bo'limida o'qituvchilarimiz bu bolamizni aktiv, yaxshi tavsiya qilib chiqarib ko'rsatishdimi? Bu narsalar qanchalik sizga to'g'ri plyusga yoki minusga o'ynadi? Haqiqatan ham misol uchun darsda aktiv qatnashib, faol bo'lgan talaba darrov ko'zga ko'rinadi baribir. Istesmi yo'qmi? Keyin albatta bu misol uchun birinchidan misol uchun bitta darsda aktiv bo'lib, keyingi darsda passiv bo'lish iloji yo'q. Asta-sekin sizda shunaqa dunyoqarash shakllanib boradida. Misol uchun yapon tilida aktiv dars qatnashasiz, qolgan darslarda ham aktiv bo'lib qolasiz. Bu o'z-o'zidan bo'ladigan narsa. Shunaqa dunyoqarash shakllanib qoladi. Misol uchun yapon tili darsda aktiv qatnashgandan keyin avtomatik o'z-o'zidan IT darslarda ham aktiv qatnashni boshlaysiz. Qolgan darslarda ham aktiv qatnashni boshlaysiz va asta-sekin ustozlar ko'ziga ko'rinishni boshlaysiz. Bu albatta misol uchun judoga, Japan Digital University'ga boshqa Yaponiyadan kelgan mehmonlar yoki biron bir narsa bo'lgan, biror bir tadbir bo'lgan paytda ham ko'ziga ko'rinishni boshlaysiz yoki misol uchun darsxonaga kirib qoldi mehmonlar, yapon tili o'rganayotgan o'quvchilar bor. Ustoz sifatida misol uchun qaysi o'quvchini turg'izib misol qilib, misol uchun o'zingni tanishtir deb aytishingiz keladi. Misol uchun aktiv qatnashgan o'quvchini turg'izishingiz keladi. Uyaltirib qo'ymasligini biladi. O'shanaqa vaziyatlarda juda katta foydasi bor-da, baribir. Ikkinchidan, mana aktiv qatnashib keyin biron bir ixtiyoriy tadbir bo'lyapti yoki volontyorlik qanaqadir proyektlar, tadbirlar bo'lyapti. Unga ham aktiv qatnashib boshlaydi odam. Undan keyin asta-sekin yo'li ochilib boraveradi. Va mana shu aktiv bo'lishlik, faol bo'lib, universitet faoliyatida, boshqa narsalarda o'qishda faol bo'lishlik, o'sha ishga kirishimga ham juda katta foydasi bo'lgan. Birinchidan internshipga, Yaponiyaga borishimga ham katta foydasi bo'lgan. Undan keyin misol uchun mana internship davomida 3-4 ta kompaniyadan ish taklifi olganmiz. O'sha narsalar ham o'sha faolligim orqasidan kelib chiqqan. Ish ortiqcha yoki bunaqa emasda, qiziqish bor, harakat bor, qilasiz, ko'zga ko'rinasiz, ish taklif qiladi. Agar ko'zga ko'rinmasangiz, siz qanaqaligingizni ham bilmaydi. Siz haqingizda tushunchasi yo'q, qanaqa odam, xarakteri qanaqa bilmaydi. Lekin agar faol bo'lib tursa, ko'zga ko'rinadi, qanaqa odamligini biladi. O'zini misol uchun agar foydasi kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha odamni o'ziga yaqinlashtirishga harakat qiladi. Baribir foydasi bor. Demak, faol bo'lish bu networkingni ham oshirib kengaytiradi, yana o'zidan odam qo'rquv yo'qotadi, o'z ustida ancha ishlab ancha yutuqlarga ham erishasiz. Albatta, xuddi shunday. Va shu yuqorida aytib o'tdingiz, ya'ni amaliyotga borganimda ancha yordam berdi. Men 6 oy amaliyotga bordim, to'g'rimi? Qanaqa bo'ldi birinchi shu borishingizdan oldin qanaqa hissiyot bo'ldi? Borganingizdan keyin qanaqa hissiyot bo'ldi? Culture shock deydi, ya'ni madaniy shok deyiladimi o'zbekchasiga? Shu qanaqa bo'ldi sizda? Qanaqa kechdi, qanaqa o'tib ketdingiz o'sha narsalardan? Borishdan oldin qanaqa bo'ldi? Borishdan oldin mayli imtihondan boshlay qolay, bir 30 tacha kursdoshimiz bilan o'shanga topshirganmiz. Internship bo'yicha bizga e'lon kelgan.
butun kursdoshlarimizga mana shu 2021-yilda kirgan o'quvchilarga. Keyin o'sha e'lonni yana mana shu yerda faollikka yana qaytib kelamiz. Misol uchun e'lon tashlabdi, o'sha narsaga sразу kirib, sразу reaksiya qoldirish kerak. Чтобы siz o'qiganingizni bilish kerak. Qiziqishi bor degan. Ha, Tasodif. xuddi shunaqa. O'ziz men borman degan narsani ularga bildirish kerak. Keyin o'sha e'lonni o'qiganlar bor, o'qimaganlar bor. To'g'rimi? Keyin o'sha o'qiganlarning ichida kimdir o'qiydi, ha mayli deydi. Balki yapon tilida tushunmas balki. O'qib, keyin o'shanga ariza topshirish bor. Hamma narsa faollik talab qilib, o'shanga ariza topshirib, keyin belgilangan muddatda qanaqadir o'zining shartlari bor. Mana bunaqa topshiriqlarni bajaring, keyin sizga o'sha internshipga borish taklifi beriladi yoki shunaqa. O'shanda hammasini faollik bilan belgilangan muddatda bajarib, shimi kerak deydi, deadline deydi. O'sha narsaga amal qilib bajarish bor. Hammasi faollik talab qiladi. O'sha 30 ta o'quvchilarning ichidan vazifalarni bir 10 tachasi vaqtida bajarib qilgan. Keyin o'shalardan tashqari o'sha vazifani sifati bo'yicha, davomati bo'yicha, yapon tili bilimi bo'yicha yana saralangan. Oxiri kamaytirib ikkita qoldirilgan. O'shaning orasida bittasi men edim, bittasi yana bitta Aslbek degan kursdoshim bor. O'sha bilan endi internshipni borish imkonini qo'lga kiritganmiz. Keyin vizaga topshirish kerak. Viza haqida umuman bilimimiz yo'q. Elchixonani birinchi vaqtda borib qo'yib turibmiz. Yo'q, men bilmayman. Nima qog'oz kerak unga? Shunaqa. Lekin ustozlarimiz hamma narsani o'rgatib, tushuntirib, nima elchixonaga olib borib topshirish kerak bo'lsa, hammasini tayyorlab berishgan. Biz borib shunaqa topshirib kelganmiz. Hujjatlarni shu Japan Digital University'ni shu Yaponiyada bandlik ta'minlash bo'limi xodimlari noldan to shu qo'lingizga viza olguningizgacha, shu pasportingizga pechat urgungacha hammasini qilib berishgan. Pasportni kopiyasini ham o'zlariga qilib bergan, hammasini qo'yib. Hamma narsani shundoq faylga solib berishgan, o'shani olib borib topshirsang bo'ldi deyishgan. O'sha narsalarni hammasiga demak, u tarafdan universitetda bunaqa xavotir olmasa ham bo'ladi. Ha, albatta. Universitet o'sha narsaga juda katta yordam beradi. Umuman hujjat bo'yicha muammo bo'lmagan. Keyin Yaponiyada bizga internshipga chaqirgan kompaniya ham hamma hujjatlarni qilib bergan. Misol uchun Yaponiyaga borish ham oson emas-da. Shundoq borib elchixonaga borganda ham misol uchun o'zi topshirib, hujjat topshirib, rad javobini olib qaytib ketadigan o'zimizni yurtdoshlarimiz bilaman. O'z-o'zizdan borib bo'lmaysiz, borolmaydi odam. Keyin misol uchun agar Yaponiyadan hujjat tayyorlab berishmasa, misol uchun mana odam bizga mana ishga kerak. Bu odam mana shunaqa skillari bor. Bizda mana buncha vaqt ishlaydi, mana bu yerda yashaydi. Biz hamma narsasini qaraymiz. Hech qanaqa jinoyat qilmaydi deb kafolat xatlari bilan berishgan. O'sha hujjatlarni tayyorlab, kafolat bermaguncha Yaponiyaga ketish juda qiyin. Chunki Yaponiya xavfsiz davlat deb hamma tan oladi. Butun dunyo bo'yicha juda xavfsiz davlatligi birinchi o'rinda, xavfsizlik bo'yicha. O'shaning uchun istalgan odam bora olmaydi o'tga. Va bizga o'sha internshipga chaqirgan kompaniya hamma hujjatlarni qilib berishgan. Vakillik, kafolat hamma narsasini qilib berishgani uchun bizga bir haftada viza chiqqan. Keyin samolyot biletlarini ham sotib olib berishgan. Biz borganmiz. Kompaniya tarafdan qoplab berilgan, shunaqa. Shu samolyot amaliyotda boradigan kompaniya tarafdan qoplab berilgan. Samolyot biletlari va turar joy o'sha 6 oyga borganmiz internshipga. 6 oy davomida o'sha narsalar qoplab berilgan. Yaponiyaga bordik. Bizani aeroportda o'sha katta kompaniyani bo'lim boshliqlari kutib olishgan. To'g'risi biz uchun sharafda. Misol uchun biz oddiy hali ishchi emasmiz, biz hali o'quvchimiz. Talaba. Universitetni bitirmaganmiz ham. Kichkina odammiz, lekin bizani katta kompaniya boshliqlari kutib olib, bo'lim mudirlari, biz boshlig'imiz kutib olib, uyimizgacha bo'lgan joygacha olib borib, birinchi kunni oziq-ovqatini qilib berishib, bozorni ham qilib berishgan. Hadikdan to'ldirib. To'g'risi. Ishimiz bo'lgan ekan. Shunaqa. Nima deydi? Shirinliklar, boshqa narsalar bozorlik qilib berishib, keyin hattoki veshelkalarga kiyimlarni osib qo'yishga narsalar. Biz kiyimlarni olib borganmiz. Endi o'ta shkaflar bor, uyda hamma narsa tayyorlangan. Lekin veshelkalar yo'q, o'sha narsalarni tayyorlab, shpelagacha hamma narsa qilib berishgan.
tualet qog'ozlagicham olib berishgan, qo'pol qilayotganman. O'sha shundoq kirib yashab ketsa bo'ldi-da. Keyin joylashib, xudo xohlasa ertasi yo'q. Biz juma kuni borgan bo'lsak, dushanba kundan ish boshlaganmiz. Shu keyin borgan kunimiz ertasi kuni sal yashaydigan joyimiz aylanib, birinchi shok bo'lganmanda. Yaponiya toza davlatligini bilardim. YouTube'dan ko'rganman. Lekin mayli toza deganda har xil toza, misol uchun toza, chang ozroq, hech kim bo'lmasa hech qanaqa axlat yo'q, musor yo'q degan narsa toza bo'ladi. Keyin ikkinchisi juda top-toza degan narsa. Bitta hayron qolgan narsam shundoq yer joyi, asfalt joyi ham xuddi shundoq 20 minut oldin shundoq yuvib ketganda Qop-qora turgan. top-tozada. Hech qanaqa chang yo'q. Mashina yurib ketsa ham chang bo'lmaydi. Hech qayerda axlat yo'q. Hayron qoldirgani shu havosi ham toza ekan, keyin havosi o'ta toza-da. Tasvirlab bo'lmaydi. Keyin yerlari ham yo biron bir tuproqli joyga borsangiz ham hech changimaydi. Qanaqadir orol bo'lgani uchunmi, qanaqadir sabab bilan hech qayerda chang yo'q-da. O'sha narsa hayron qoldirgan. Yerga o'tirib keyin turib ketsangiz ham orqaga chang bo'lib qolmaydi. Qoqadi o'zida unaqa. Bizada qoqish kerak. Lekin u yerda chang bo'lmaydi. Keyin hayron qolganman. Birinchi hayron qolganim shunaqa bo'lgan. Chunki O'zbekistondan boshqa chet davlatga bormaganman. Shu sizni hayot qoldirgan tozaligi bo'lgan. Tozaligi, tabiatini tozaligi, havosini tozaligi. Undan tashqari shu oddiy yer joy ham juda toza-da. Bu birinchisi, keyin ikkinchisi biz o'zimizni bozorlarga borganda hamma narsa kilolab sotiladi-yu. Uyoqqa borsam paketchalarda 3 ta 4 ta sotilar ekanda. Anaqa upakovka qilib sotilar ekan. O'sha narsa shok bo'lgan. Chunki men butun umr davomida kilolab sotilish o'rganib qo'yganman. Faqat kilolab sotilgan joylarni ko'rganman. Keyin dedim. O'ylaganmiz bu 4 ta olsam hozir yetarmikan 2 kunga deb. Shunaqa. Keyin 6 oy davomida hech qanaqa kimdir gap so'z tortishgan odamlarni ko'rganim yo'q. O'sha odamlarni ko'rganim yo'q. O'zim hech kim bilan tortishganim yo'q. Hamma o'z ishi bilan ovora, hamma muloyim, unaqa kimgadir gap o'tkazish yoki shu streli degan narsa yo'q u yerda. Hamma bir-birini hurmat qiladi. Kimdir shu streli bilan ishini bitirib ketish degan narsa yo'q. Misol uchun chiroq sariq yonyaptimi? Men hali uzoqdan kelyapman, yo'ldan uzoqdan kelyapman. Hali kelgunimcha, men o'tib ketsa bo'ladi, lekin kutib turadi mana shu. Menda hali 10 qadam, 10 metr, 10 qadam bor. Kelgunimcha shundoq kelib kutib to'xtab turadi. O'tib ketaman, keyin yuradi. Hech kim hech qayerga shoshilmaydi. Xotirjam, osoyishta yurtda qanaqa? Osoyishta davlatdan. Shovqin yo'q. Jinoyatlar ham kam. Jinoyat kam. Hech kim bir-biriga xalaqit bergisi kelmaydi. Ularda shunaqa madaniyatda. Bizda shunaqa maqol bor. Agar qo'ling yaxshilik kelmasa, yomonlik qilma degan narsa bor. Lekin o'sha narsaga amal qilayotgan davlatni, odamlarni Yaponiyada ko'rdim. Hech kim bir-biriga xalaqit qilmaydi. Yaxshilik qilsa qiladi, yomonlik qilmaydi. Mana shu 3 ta narsa menimcha meni hayron qoldirgan. Keyin yana bitta narsa, yaponlar hech qachon yolg'on gapirmaydi. O'sha narsa ham meni hayron qoldirgan. Misol uchun yolg'onni ham katta yolg'on bor, kichkina yolg'on bor. Misol uchun o'zimni ham biron bir ishni qildingmi desa, ha qildim deyman-da, qilmagan bo'lsam ham misol uchun shundoq qildim, hozir qilaman deb shundoq qildim deyman-da, shuni orqasidan sira siqib qo'yaman. Yo'q, agar yaponlar qilmagan bo'lsa qilmadim deb sababini aytadi yoki qilmasligidan oldin birinchi avvalambor o'zi nimaga qiynalayotganini oldindan aytib qo'yadi. O'sha narsasi zo'r. Qiynalyaptimi, shuni sirazi yetkazadi, чтобы menga o'xshab kelgan paytda qildingmi desa, ha qildim deb yolg'on gapirib oldindan aytadi. Yoki agar o'sha aytish esdan chiqqan bo'lsa, qilmadim to'g'risini aytadi ular. O'sha narsasi hech mayda narsa bo'lsa ham, arzimaydigan narsa bo'lsa ham, o'sha joygacha yolg'on ishlatmasligi o'sha joyda ko'rdim. Lekin rostdan tan berdim o'sha narsaga. Siz shu hayot tarafdan shunaqa tan beradigan, shok bo'ladigan narsada bo'lgan ekan. Endi mana juma kuni borgan bo'lsangiz, dushanba kuni ish boshladinglar. Bu yoqda qanaqa ekan kompaniyasi, ish muhiti, ya'ni mana shu universitetda o'rgangan narsalaringiz yo'da nimalar asqotdi? Universitetda bizda coworking degan tizim bor-da. O'sha
boshidan yapon kompaniyalari bilan bundoq qilib aytganda yapon kompaniyasidan biror bir ish oladida qanaqadir o'sha ishni bajarib keyin hisobot topshiradi boshqa. Shuning uchun o'zi Yaponiyaga ketishdan oldin ish tajribasi bor edi manda. Kamida bir 2 yillik ish tajribasi bor edi. 2 yillik coworkingda ishlaganman tijimni o'zida. Shuning uchun men ishga borib sirazi hech qiynalganim yo'q. Xuddi O'zbekistonda qanaqa ishlagan bo'lsam, u yerda ham ishimni shunaqa davom ettirdim. Vazifani olaman, hisobot topshiraman, men buni qilyapman. Qildim, sirazi hisobot topshiraman. U yerda keyin har kunlik hisobot topshiriladi. Mana shu kuni mana shu ishni bajardim. Keyin ertasi kuni ertalab ishga borish bilan bugun nima ish qilaman degan narsalarni hisobot topshiriladi. Hech qiynalish bo'lgani yo'q. Chunki shu paytgacha qilib kelgan ishimiz bizga o'zi juda o'rgatishgan. Coworkda ishlaganmiz. Shuning uchun qiynalish bo'lmadi. Demak, bu Japon Digital universitetiga fanlardan bittasi coworking darsi va coworking ishlagan ishlaringiz sizga ancha asqotib, Yaponiyada ish jarayonida umuman qiyinchilik, ya'ni amaliyot jarayonida umuman qiyinchilik yuzaga keltirmagan. Shundoq singib ketdimda. Bundoq aytganda. Xuddi orasiga xuddi yangi ish keldi. Xuddi misol uchun bir haftadan, bir oydan beri ishlayotgan ishchida shunday singib ketdim. Xuddi anu JDUda coworkda ishlab yurganda u yoqda ham ishlab ketgansiz. Xuddi shunaqa. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Zo'r. Va u yoqda ishlab yurish jarayoningizda JDUni o'qituvchilari tomonidan qanaqadir yordamlar bo'ldimi? Baribir aloqada bo'lib turasiz. Qanaqadir qiynalgan paytlaringizda misol uchun so'raganlaringizda javob qanaqa bo'ldi? Yordam berishdimi? Yoki bo'lmasam unga ehtiyoj sezmadingizmi? Ya'ni o'qituvchilardan yordam so'rashga. Bizani IT bo'yicha ustozlarimiz o'zi juda yaxshi o'rgatishgan. Keyin coworkingda 2 yil ishlab bo'lsa ancha tajribam bor edi. Shuning uchun IT bo'yicha muammo bo'lmadi. Faqat ketishimizdan oldin sal yangi fan sifatida bizga nima deydi? Loyihani taqdimoti, loyihani rejalashtirish degan shunga o'xshagan fan bo'yicha bizga Azimjon aka dars o'tgandilar. O'sha bo'yicha bizda misol yangi kompaniyadan ana bo'lib qoldida. Mana bu loyiha bor, qila olasizlarmi? U yerda o'shanaqa taklif tushgan paytda ularga biza mana bunaqa mahsulot qilib bera olamiz deb rejasi, planlari, hamma narsa tashalishi kerak. O'sha narsani ustoz juda zo'r o'tib beradilar. O'sha darsni yana takrorlashim kerak bo'lib qoldi, chunki yangi o'rgangandim. O'sha o'quv materiallarini ustozga sirasi borgan ustoz shunaqa holat. Keyin ustoz maslahatlarini oldim. Keyin o'quv materiallarini qaytadan tashlab bera olasizmi deb tashattirib olib, ustozdan olib o'sha narsani qildik. Juda yaxshi bo'ldi lekin. Yaxshi narsa ko'rsatdi. Demak, o'sha Yaponiyaga ketgan taqdiringizda ham, amaliyotga ketgan taqdiringizda ham bu yoqda o'qituvchi tomonidan yordam to'xtab qolmadi. To'xtamadi. Amaliyot davomida qilingan xatolar va ulardan olingan eng muhim darslar nima bo'ldi? Amaliyotlarda o'sha o'zimizni o'zbekchada, o'zimizni kursdoshlarda, o'rtoqlarimda, o'zimda ham bor narsa. Biza misol uchun nima deydi? Bitta qiyinroq vazifa berildi. Birinchidan yo'q deyishimiz qiyin, ikkinchidan mayli oldikda bajaramiz, keyin nimadir qiynalib qolsak biza aytmaymizda. Misol uchun qiynalsak ham qiynalasanmi, qiynalmaysanmi, baribir bitiraman deb o'ylaymizda. Aytmaymiz, aytmay yuramiz. Keyin u kutilgan natijani bermasa yoki oxirigacha bitira olmay qolsa, ulgurmay qolsa yoki qaysidir qismini bitirib, qaysidir qismini bitira olmay qolsa, keyin bu yaxshi emas. Menda shunaqa xato bo'ldi. Bitta sal qiyinroq ish berilgandi. O'zimni boshqa ishlarni ham qilyotgandim. Keyin yana qo'shimchasiga bitta ish berilgan. U vaqt talab qiladigan ish edi. O'sha narsani vaqtida aytmagandim. Misol uchun qilyapman, asta-sekin qilyapman, lekin berilgan vaqtgacha hammasini qilib tugata olmayman. 20% tugatishim mumkin deb aytishim kerak edi. Lekin aytmaymizda, bizda shunaqa narsa bor. Aytamiz, bo'ldi. G'urur yo'l qo'ymagan. Ulguraman deb o'ylaydi odam. G'urur ham yo'l qo'ymagan. Keyin o'sha narsa vaqti kelgandan keyin qarasa, uzoq bilan 40% bitgan. Lekin o'ziga ham tushunishgan, to'g'ri, boshqa ishlar berilgandi.
lekin o'sha narsani oldinroq aytib qo'yish kerak, iltimos, e'tibor bering o'sha joyga deb aytishgan. O'sha narsa qiynaldimi, nimadir qiynalyaptimi, yordam so'rash kerak. Hech qachon uyalmaslik kerak yordam so'rashdan yoki savol berishdan uyalmaslik kerak. O'rganayotganda ham, ishlayotganda ham bu narsa muhim. Qiynalyapsizmi, yordam so'rash kerak. Tushunmayapsizmi, so'rash kerak. Uyalmaslik kerak. Mana shu narsa internetda bitta bo'lib qoldi, keyin bundan keyin bo'lmadi. Lekin boshqa xatolar qilganim yo'q menimcha. Endi mani kuzatib ish bergan odamlar bilmasa, lekin o'zimni hech qanaqa xato boshqa xato Sezilmagan. o'zimda sezmayman. Tushunarli. U yoqdagi hayot qanaqa bo'ldi, misol uchun ishdan tashqari hayot? Yeb ichish, ovqat qilishlar, bozorcha, ko'chadagi xarajatlar. Ishdan tashqari hayot. Ishdan tashqari hayot. O'zi ish dushanbadan jumagacha, ertalab 9 dan kechqurun 5 gacha edi. Keyin ishdan keyin srazu uyga qaytardik. Birinchi ishga ketishdan oldin o'zimizga ovqat pishirib olib ketardik. Obedda yeyish uchun. Obento. Obendo dedi yapon tilida. U birinchidan pul tejaydi, ikkinchidan o'zimiz ham bo'sh vaqtimizda nimadir qilishimiz kerak uyda ham. Bo'lmasam bizda shunaqa ishdan keyin ham dasturchida shunaqada, misol uchun nimadir boshqa ish qilmasangiz, yana ishdan qaytib yana kompyuter oldida o'tirasiz. Ertalab turib ishga borib yana kompyuter oldida o'tirasiz. Shunaqa sikl bo'lib qoladi. Shuning uchun ovqat pishirib turish o'zimizga aniq qildik. Keyin shanba yakshanba kunlari aylanishga chiqib ketardik. Men o'rtog'im Aslbek juda anaqa nima deydi? Odamlar bilan aralashib yuradigan odam bo'ladi endi. Misol uchun sirazi yapon do'stlar topib, anaqa sirazi klublarga kirib, futbol, beysbol, 3-4 ta klubga kirib olganda, Sport klublari. sport klublariga o'sha yerga ketardi. Men bo'lsa sal introvertroqman. Men aylanishga ketardim. Anaqa adashib qolguncha aylanardim-da, keyin qaytib kelardim. Shu aylanish yoqadi menga. Fikr surib, nima qilsam ekan, bundan keyin nima qilsam ekan. O'zim savollarim bor, o'zimga o'zim o'sha javob qidirib, yurganda, yurib o'ylasa menga qanaqadir yaxshiroq ishlaydi-da. Keyin o'zi ko'p yurish ham yoqadi menga. Men aylanib yurardim. Keyin o'zim ham voleybolga qo'shilib oldim. Aslbek bilan birga voleybol klubiga yaponlar bilan o'ynaymiz. Yaponlar juda zo'r o'ynaydi voleybolda. Baribir voleybol yurti bilan juda ustamonlik bilan. Keyin o'ta asosan nima deydi, ball olib ochko uchun emas, просто sportsmanship deydi, o'sha sportni yaxshi qilib, hammani qiziqtirib, keyin terlab o'ynab, maza qilib o'ynash uchun hamma harakat qiladi-da, shuning uchun juda qiziq ketadi yaponlar bilan o'ynash. Chiqishgacha qanaqa bo'ldi ular bilan? Ularni sal chet elliklar bilan gaplashish qiyin, chiqish ketish qiyin degan taassurot ko'p-da boshqa davlatlarda yaponlar haqida. Shunday. Siz nima deb o'ylaysiz u narsa? Qanaqa bo'lgan? Bizda yapon tilini o'rganib, yapon tilida gaplasha oladigan, muloqot qiladigan bo'lib borganimiz uchun hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi chiqib ketishda. Kommunikatsiya qila oldik. Keyin yaponlar juda mehmondo'st xalqda, ular nima deydi? Odam ajratish degan narsa yo'q yoki juda mehmondo'st, ochiq ko'ngil. Misol uchun agar bitta chet ellik biz bilan kelib o'ynasa, bizda sal hayron qolib, sal g'alati bo'lishi mumkin, lekin ularga biz borib o'ynaymiz. Xuddi ikkita yapon kelib qo'shilib o'ynaganda hech qanaqa o'zimizni ham g'alati sezmadik, ular ham o'zini g'alati sezmadi. Juda chiqishib ketdik. Umuman momo gapini tushunyapmiz, gapiga gaplashyapmiz. O'zligi ham ochiq ko'ngil, mehmondo'st xalq bo'lgani uchun hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Shunaqa. Demak, yaponlarni yopiq, chiqishuvchan emas degan negativroq deyladimi? U noto'g'ri. U narsa noto'g'ri. Agar siz umuman yapon tilini bilib bormasangizda, inglizcha gapirsangiz endi g'alati bo'lib qoladi. Misol uchun javob qaytara olmaydi, xijolat bo'lib qoladi. U xijolat bo'lib qolgani uchun o'zini itaradi. Shunaqa. Misol uchun aytadi, misol uchun siz boshqa tilda, biz o'zbek tilida gapirib borsak, u xijolat bo'lib qoladi. Nima desam ekan, nima yordam bersam bo'ladi bu odam, mana nima anaqa yordam so'rayotgan bo'lishi mumkin, bilmaydi. Aksincha yaponlar xijolat bo'lib qoladi. Sizga yordam bera olmaganligi uchun. Shunaqa.
yaponlar birinchi bo'lib uzr so'raydigan xalq. Agar nimanda xato qilsa, u xato qilsa ham, bizdan xato bo'lsa ham, ular birinchi uzr so'raydi. Shuning uchun muloqotda ham agar noto'g'ri qilsak, ular xijolat bo'lib qoladi-da. Shuning uchun biz o'zimizga yaxshilab e'tibor berib, xato qilmaslikka, to'g'ri gapirishga harakat qilib, talaffuzlarni to'g'ri qilib, lekin muammo bo'lgani yo'q. Muloqotda ham chiqishib ketishda umuman muammo bo'lgani yo'q. Demak, sizdan keyingi bitiruvchilarga tavsiya beradigani, siz bu yapon tilini zo'r qilib olish, ya'ni Yaponiyada yaxshi yapon o'rta orttirish uchun, jamiyatga tezroq singib ketish uchun yapon tilini yanada chuqurroq o'rganib ketish. Albatta, yapon tilini o'rganish birinchidan universitetda o'qishda ham juda katta rol o'ynaydi. Misol uchun, hamkor universitetlar borda, bizda O'zbekistonda jiddiy darslarini o'rganib, keyin hamkor universiteti, Yaponiyani qaysidir universitetiga kiriladi-yu, u yerdagi darslar yapon tilida bo'ladi baribir. U yerda hisobot yozish, test ishlash, har xil imtihonlar bor. Ulardan o'tish kerak. Yiqilib qolib kredit yo'qotmaslik kerak. Hammasi yapon tili. Yapon tilini yaxshi o'rgansa, birinchidan o'qishiga qoida. Ikkinchidan, biron bir mehmonlar kelib qolsa uyga yoki kompaniya xodimlarini, kompaniyani dayho deydi-ku, o'zbekchada nimadir, rahbarlari, keyin reprezentativ ta'sischilari kelgan taqdirda o'zingizni ko'rsatish uchun ham yapon tili bo'lsa, ularni ko'ziga tushib, balki ishga kirib olarsiz. Boya yuqorida aytganingiz, ya'ni aktiv tashabbuskorlik ko'rsatish va shunaqa bor, yapon tili kerak bo'ladi. Haqiqatan. Keyin uchinchidan mana birinchisi faollik, ikkinchisi mana hamkor universitet darslariga kerak. Uchinchisi ishga kirishda yapon tilida suhbat bo'ladi baribir. O'sha suhbatda eng asosiy narsa IT emas yoki boshqa skill emas, yapon tilida erkin suhbatlashish. O'sha narsa suhbatda ishga kira olishingiz, kira olmasligingizni aniqlab beradi. Misol uchun, misol qilib aytaman, Fujifilm kompaniyasiga ham suhbat bo'lgan. Biza bilan suhbat bo'lgan O'zbekistondagi o'zimizni o'sha Fujifilmga topshirgan o'quvchilar bilan suhbat bo'lgan. Baribir Yaponiyaga internshipga borgan ikkalamiz oldi. Nimaga deganda, biza bo'ta saralanib yapon tili yaxshi bo'lgani uchun ketdik, lekin u yerga borib yana ham yaxshilanib ketdi-da. Chunki 3-4 oy u yerda yashagandan keyin, u yerda ish joyida ishlagandan keyin yanada yapon tilimiz kuchayib ketgandan keyin O'zbekistondagi o'quvchilar bilan sal farqimiz oshib ketdi. Shuning uchun bizani yapon tili bilish darajamiz ancha farq qilgani uchun bizani tanlashdida. U yerda biza misol uchun O'zbekistonda qolgan o'quvchilarning orasida ITni yaxshi biladiganlar ham bor, yapon tilini yaxshi biladiganlar ham bor. Lekin biza yapon tilini yaxshiroq bilganimiz uchun mayli ITni balki sal yutqizishimiz mumkindir, lekin faolmiz va yapon tili bilim darajamiz yaxshi bo'lgani uchun ishga kira oldikda. Va qolgan har qanday kompaniyada birinchi bo'lib e'tibor qaratiladigani, misol uchun shuncha kompaniyaga borib, jiddiy nomidan o'zimizni tanishtirib, shunaqa suhbatlarga kirganimizda ham bildikki, yapon tilini bilish darajasi ishga kirish bo'yicha eng birinchi tamoyil. Shuning uchun yapon tiliga haqiqatan e'tibor qaratishni iltimos qilgan bo'lardim o'zimizni talabalarimizga. Siz boya Fujifilmga suhbatga bordik dedingiz, ya'ni offline yuzma-yuz bo'lgan suhbat, to'g'rimi? Yaponiyadaligida amaliyotda bo'lgan. Xo'p, mana shu global miqyosli ulkan korporatsiya Fujifilmni shu ishga qabul qilish jarayoni qanaqa bo'ldi? Mana shu yaponiyalik ishga qabul qiluvchilari, shu Fujifilm ishga qabul qiluvchilari asosan nimalarga e'tibor berdi sizlar? Birinchidan biz Fujifilmni o'zimiz borib topshirganimiz yo'q. Bizni mana Jiddiy universitetini O'zbekistonda Jiddiy universitetining o'zini ish bilan ta'minlash bo'limi bor. Keyin Jiddiyning ta'sischisi Digital Knowledge degan kompaniya Jiddiyni ta'sis qilgan, u yerda bizani ish bilan ta'minlaydigan alohida bo'lim bor. Bitta kompaniyaning bitta bo'limi shu butunlay shu Jiddiyning o'quvchilarini Yaponiyaning yaxshi kompaniyalariga ishga kiritish bilan shug'ullanadigan o'sha yerda bitta bo'lim o'tirib ishlaydi u yerda haqiqiy. Bizga o'sha bo'lim haqiqatan yordam berib, Fujifilm bilan suhbatlarda tashkil qilib, bizani tanishtirib, hamma sharoit qilib berishgan. Biz o'zimizdan o'zimiz topshirmaganmiz.
Shuning uchun Yani minnatdor. tavsiya berilgansiz. Bizga tavsiya berilganmiz и tanishtirilgan. Va bordik. Film o'zini sistemasi bor. O'sha yerda sistemadan ro'yxatdan o'tib, nimaga film tanlaganingiz haqida motivatsion letter yoziladi. Keyin attestatsionni xat yoziladi. xat yoziladi. Undan tashqari 2 marta bizda suhbat bo'ldi. O'zi aslida 3 martami bo'lar ekan. Endi bizaga 2 marta bo'ldi, chunki Yaponiyani kompaniyasi, o'zining kompaniyasi bizani mana shu o'quvchilar jizoni bitirayotgan iqtidorli o'quvchilar deb o'zi taklif qilgani uchun bizga sal osonroq qilib berishdi. Bundoq qilib aytganda, nima deydi? Yaponlar aldamaydi-ku. Taklif beryapti, rostdan ham shunaqa ekan, demak, bizga kerak bo'ladi deb suhbat olishdi. 2 marta suhbat bo'ldi. Birinchisida HR o'zlari bilan suhbat bo'ldi. Nimaga bu kompaniyani tanlading? Nimasi qiziq? Qanaqa kompaniyaga nima olib kelmoqchisan? Kompaniyadan nimalar kutyapsan? degan savollarga javob berdik. Ikkinchisi boshliqlar bilan bo'ldi. Endi u bo'lim boshlig'i, keyin o'sha kompaniyani tashqi ishlar bo'yicha boshlig'i, tashqi ishlar bo'yicha shug'ullanadigan boshliq, keyin kompaniyani o'zini eng katta direktori. O'sha 3 odam bilan kirib gaplashganmiz. U yerda ham o'sha birinchi bo'lgan suhbatlar takrorlangan. Keyin yana qo'shimchasiga maqsadlaring nima? 10 yildan keyin o'zing qanaqa bo'lmoqchisan? Shunaqa har xil savollari bor. O'sha narsalar so'ralgan. Biz yapon tilida javob berganmiz. Yapon tilimiz qoniqtirgan. Nimani qila olasan, qanaqa skilllar bor degan joyda ham bizning javoblarimiz ularga qoniqtirgani uchun bizani ishga olgan. Yapon tili darajamizga e'tibor berib, shunaqa bo'lgan asosan. Mana shu etap, ya'ni izini ketilgan hamma narsa bu o'zingizga tayyorlanganmisiz yoki shu universitet Japan Digital universitetida shunaqa darslarda o'tilganmi bu narsa? Birinchidan suhbatga kirib, qanaqa suhbat qilish bo'yicha, qanaqa intervyu topshirish bo'yicha ichimizdan o'zidan ancha dars o'tib ketganmiz Yaponiyaga. O'sha birinchidan ustozlarni o'ziga ham iltimos qilib, mendan suhbat bitta tashkillashtiraylik ustoz. Xuddi real voqeadek, real holatdagidek suhbat. Menga savol bersangiz, men javob berishga harakat qilaman. Mana shunaqa tayyorlanib kelaman desa, ustozlar ham yo'q demaydi. Ustozlar ham juda mehribon. Undan tashqari alohida darslar qo'yilgan edi bizga. Yaponiyada ish bilan ta'minlashgan darsimiz bor. O'shanda ham suhbatga kirib qanaqa javob berish, qanaqa suhbat manieralari bor-da, aniq odoblari. Eshikka necha marta qilash kerak, qanaqa kirib o'tirish kerak. O'sha hamma narsasini o'rgatishgan. Undan tashqari Yaponiyaga borganimizdan keyin ham alohida yana o'zimizni o'sha yerdagi ish bilan ta'minlaydigan, Yaponiyani o'zida ish bilan ta'minlaydigan bo'lim xodimlari yana bir marta bizani yana ham chuqurroq qilib o'rgatishdi. Qanaqa so'zlar ishlatgan ma'qul, qanaqa aytgan ma'qul, qanaqa rahmat aytgan yaxshi. O'sha narsalarga ham yana chuqurroq o'rgatishdi. O'shaning uchun menimcha ancha manfaatli bo'lib kirib ketib qoldik. Juda zo'r. Biz ham eshitib bu narsa haqida to'g'risi ancha havasimiz ham keldi. Xursand ham bo'ldik. Ya'ni o'qituvchilarimizning mehnati bekorga ketmagan. Avvalo o'zingizlar harakat qilib o'sha berilgan sharoitlar, imkoniyatlardan sizlar to'g'ri foydalangansiz deb o'ylayman. Xo'p, mana shu Fujifilmga kirish jarayonida raqobat qanchalik kuchli edi? Sizni keyin bu sizni boshqa nomzodlardan ajratib turadi degan qanaqadir asosiy jihatlaringiz nima bo'ldi bo'lish? Boya ta'kidlab o'tgandek, yapon tili darajasi birinchi o'rinda aytadigan bo'lsak, yapon tilida fikrni erkin yetkazib bera olish, keyin aytilgan gaplarga tushunib, mantiqiy javob bera olish, o'sha narsa bo'ldi. Yana bitta narsa esimdan chiqib qolibdi, uzr. SPI degan narsa bor. Odatda yapon kompaniyalari kirishdan oldin mantiqiy qay darajada odam mantiqiy yaxshi fikrlaydi, o'sha narsani aniqlash uchun SPI degan imtihon bor. O'sha SPI imtihonini topshirganmiz. O'sha narsani esimdan chiqib
birinchi bo'lib SPA imtihon topshirganmiz, undan keyin birinchi suhbat, keyin ikkinchi suhbat. Yaponiyaga suhbatga kirishdan oldin yoki suhbatga tayyorlanayotgan paytda baribir SPA degan kitoblar bor, qo'llanmalar bor. U yerda matematika bilan yapon tiliga oid masalalar bo'ladi. Mantiq, matematika, yapon tiliga oid masalalar. Matematikasi uncha qiyin emas, oliy matematika emas. Mantiqiy. Mantiqiy matematika, tez javobini o'ylab javobni chiqarish kerak bo'lgan matematika. O'sha narsa bilan bizga tayyorlashgan. Bizga alohida darslik olib berishganda, o'shani har nazorat qilib o'qitib borishgan. U darslik o'sha Yaponiyada bandlik ta'minlash darsida o'tildimi yoki sizlar u yoqda amaliyotda bo'lganda alohida o'tishdi? Bizni ketayotganimizgacha ham o'rgatishgan. Bizani har haftada ko'rk darsi bo'lardi. Ko'rkka tayyorlash paytida o'rgatishgan u paytda. Bizga alohida mantiqiy varaqalarda chiqarib berishardi. O'shani mantiq bilan yechib, belgilangan vaqt ichida yechib, keyin qanaqa yechganini kursdoshlarga aytib bera olish kerak. Chunki tavakkaldan belgilab qo'yish mumkin yoki yechdida noto'g'ri yechim bilan yechgan, o'xshab qolgan qanaqadir. O'zi noto'g'ri o'ylaganda, lekin belgilangan javob to'g'ri chiqib qolgan. Tavakkal. U ham tavakkali, misol uchun yechilishi mana bunaqa bo'lsa kerak deb o'ylab yechganda to'g'ri chiqqan, lekin aslida yechilishi unaqa emas. Agar boshqa misol tushib qolsa, boshqa savol bilan bo'lib qolsa, unaqa to'g'ri chiqmaydi. Shuning uchun o'shanaqa holatni oldini olish uchun qanaqa yechganini qolganlarga aytib berish, o'shalar bo'yicha bizga dars o'tishgan. Bu yerda o'rganganmiz, yaxshi o'rganib. Yaponiyadaligimizda ham, endi Yaponiyadaligimizda bizga alohida darslik olib berishganda, bitta kitob olib berishgan, manimcha kitob olib berishgan. O'sha misollarni yechib, yana ham chuqurroq o'rganganmiz. Misol uchun bu yerda har haftada misol uchun 2 marta dars o'tilgan bo'lsa, u yerda o'zimiz uchun bilamiz, 2 haftadan keyin suhbat yoki 2 haftadan keyin imtihon, SPA imtihon. Har kuni o'zimiz ustimizda o'zimiz yana ham ishlaganmiz-da. Yana ham tezroq harakat qilishimiz kerak, 2 haftaga ham ulgurib qolishimiz kerak. Kitoblarni tugatishga o'shani katta foydasi bo'lgan. Mana shu SPA imtihon. Demak, oldindan o'rgatib, yordam berib borishgan. Yordam berishgan. Mana xudo xolasa yaqinda bitirasiz. Ketasiz Yaponiyaga. Ya'ni shu Fujifilmga ishga kuzataveramiz. O'zingizni qanaqa hissiyot bor hozir? Xohlasa 5 yillik viza chiqadi. Kamida 5 yilga xohlasa Yaponiyaga borib, o'zi yana bitta narsa, menimcha bilganlar bilan bilmaganlar bilmaganiga aytib qo'y. Yapon kompaniyasiga kirayotganda kirish suhbatlari, imtihonlari rosa qiyin bo'ladi. Biror bir kompaniyaga kirib olish juda qiyin. Kirish juda qiyin. Nimaga deganda, Yaponiyada mana bunaqa ishdan bo'shatib yuborish qonuniy mumkin emas-da. Ishdan bo'shatib yuborilmaydi ishchi. Agar umuman ishlamay qo'ysa, u boshqa gap, lekin oddiy ishlab turgan o'quvchini iqtisodiyotimiz yomon edi. Misol uchun Amerikalarda layoff degan narsa bor-da. Misol uchun menimcha revenue bo'lib turibdi, menimcha foyda topyapti kompaniya. O'sha kamayib ketdi. Ishchilik oylik to'lamayapti, sirazi bo'shatib yuborib, menimcha qismini bo'shatib yuborib yoki foydani ko'paytiramiz deb ham ishchilarni bo'shatib yuboradi. Ishchilarning huquqi yo'q. Yaponiyada o'sha ishchilarning huquqi juda kuchli bo'lgani uchun hech kim ishdan sizni bo'shatib yubora olmaydi. Agar ishingizni bajarayotgan bo'lsangiz, bu. Xuddi shunaqa imtihonlar juda qiyin, kirish kompaniyalariga kirib, yaxshi kompaniyaga kirish juda qiyin. Chunki sizni bo'shatib yubora olmaydi. Sizni xuddi butun umrga ishga olayotganda kompaniya. Qachonki o'zingiz bo'shamagunizcha bo'shatib o'zidan o'zi bo'shatib oladi. Qachonki ham jinoyat qilib qo'ymasangiz yoki bo'lmasa sababsiz ishga kelmay qolsa, undan boshqa sabab bo'shatib oladi. Chunki mana shu bir marta ishchi oladi, keyin uni bo'shatib olmasligi uchun yaxshi ishchi olmasa, keyin yaxshi emas, o'ziga yaxshi emas. Shuning uchun yaxshilab saralaydi-da. O'sha narsasi bor. O'sha narsani aytib o'tmoqchi edim. Undan tashqari mana endi xudo xolasa mana shu oy oxirlarida ketamiz. Bizani birinchi maqsadimiz Asilbek ham, mana ham, keyin boshqa ishga kelgan o'quvchilar ham ketib, birinchi bo'lib Yaponiyada o'zbeklar haqida yaxshi taassurot qoldirish. O'zbeklar mehnatkash xalqligini ularga yaxshilab yetkazib bera olish. O'zimizning mehnatimiz bilan, mehnatsevarligimiz bilan.
Undan tashqari o'zimizni xudo xohlasa ko'rxaylarimiz bitirgungacha biza yaxshi natija ko'rsatib, o'zimiz ishlayotgan kompaniyada ularga yangi ish o'rinlari ochish. Misol uchun, agar biz yaxshi ishlasak, yaxshi natija ko'rsatsak, ko'ziga ko'rinsak, bular bu ikkita bola qayerdan kelgandi? O'zbekistondan JDDni bitirib kelgan. Ha, juda yaxshi natija ko'rsatishyapti. Yana bitiruvchilar bormi? Yana 10ta bu yil uchun 10ta ish joyi ochildi. Demak, bir 8tachasini o'sha yoqdan olaylik, 2tasini o'zi Yaponiyadan olamiz yoki boshqa. O'shanaqa yaxshi natija ko'rsatib, ishlayotgan kompaniyamiz o'zbeklar sonini yana oshirish. Bu birinchidan o'zimiz ham zerikmaymiz. O'zimiz tanishlar bo'ladi. O'zbekiston diriganda yurasiz lekin. Shunaqa. Baribir vatanni xumsaydiki odam, qancha o'zbeklar ko'p bo'lsa, shuncha odam sal xotirjam bo'ladi-da. Shu asosiy maqsadimiz shu. O'zimiz ham yaxshi karyera qilib, xudo xolasa, yaxshi oylik bilan yaxshi ishlash niyatimiz ham bor. Undan tashqari shu ko'proq o'quvchilar uchun ish o'rinlari yaratib, yaxshi natija ko'rsatish. Mana JDDda 4 yil davomida o'qidik. Juda minnatdormiz. Biz ham shuncha o'qiganimizni qaytaradigan payt keldi. Universitetga qaytarishga harakat qilamiz. Qanaqa hayajon bormi? Hayajon Hozir bilinmayapti. hozir hayajon yo'q, to'g'risini aytsam, chunki 6 oy borib ishlaganimizda muammo bo'lmagan, bizga yoqqan tabiat, sharoit, hamma narsa yoqqan bo'lgani uchun qaytadan tezroq ketgisi kelyapti odam. Tezroq borib, tezroq ishni boshlab, karyerani qurib. Xuddi oldin Yaponiyada yashagandek hissiyot. Xuddi misol uchun 2-3 yil, 4 yil Yaponiyada yashagan odamdek, xuddi yana qaytib borib ishni boshlab ketadigan odamdek odam shunaqa kayfiyat. Lekin hayajon yo'q, Qo'rquv yo'q. qo'rquv yo'q. Maqsadlar katta. Maqsadlar katta. Qo'rquv yo'q, chunki tayyorgarlik yaxshi-da. O'shaning uchun qo'rquv yo'q. O'zidan keyin bitiradiganlarga ham xuddi shunaqa tavsiyalarni berasiz. Yaxshilab tayyorlanish kerak, yapon tilini kuchli qilish kerak, o'zini ishlash kerak, intizomli bo'lish kerak. Birinchi o'rinda yaponchalar, ikkinchi o'rinda qiziqishni yo'qotmas kerak. Birinchi o'rinda yapon tili, ikkinchi o'rinda faollikda ushlab qolish kerak. Ustozlarni, o'qituvchilarni, universitet rahbariyatini, yapon rahbariyatini, JDDga kelgan yapon kompaniyalarini ko'ziga tushish kerak. Surface Air, Wax Surface Air deydi. Omad yo sizga buni tanlayotgandek lotereya bo'lganda sizga kelib qolishi mumkin. Yoki siz faollik yuritaverasiz, ko'ziga tashlanasizda, sizni tanlaydi. O'sha narsa ham omadda. Misol uchun faol bo'lsangiz ham tanlamasligi mumkin, lekin faol bo'lgani uchun tanlash ham mumkin. O'sha narsa omadni keltiradigan narsa. O'zi odam omadini oshirishga harakat qilish kerak. Faol bo'lib, ko'ziga tashlanib, aktiv shu o'quvchilardan shu e'lonlarga yaxshilab e'tibor berib qarashi. Chunki u yerda e'lon degani u mayli biron bir narsani, arzimagan narsani e'lon bo'lishi mumkin yoki Yaponiyadan biron bir ish kelgani, ko'rk, o'sha narsaga yaxshilab e'longa yaxshilab e'tibor qaratib, xabarlarni o'qib turish kerak. Muhim narsani o'tkazib yuborish mumkin-da, bilmasdan. Misol uchun bir hafta emailga kirmasdan internet e'lon o'tkazib yuborganimizda biz hozirdan bu yerda o'tirmagan bo'lardi. Agar o'sha yerda bir hafta aktiv bo'lmaganimda. Juda mana shu narsalarda e'tiborni qaratish kerak. Keyin yapon tilini to'xtatmasdan o'rganish kerak. ITni ham mustaqil o'rganish kerak, ustozlardan so'rab o'rganish kerak. Finansiya so'rash kerak. Yordam so'rash kerak, maslahat so'rash kerak. Berilgan maslahatga amal qilish kerak. Maslahat so'rab, shuni bo'ldi, maslahat so'radim, bo'ldi. Bundoq ketmasdan o'sha maslahatga amal qilish kerak. Maslahat so'radim, ko'ziga yaxshi ko'rindi, bo'ldi. To'g'ri, amal qilish kerak shunaqa. O'zi birinchi amal qilish uchun maslahat so'ralish kerak. To'g'ri. Shunaqa. Qo'shilaman. Shu mana 4 yil o'qidingiz. Ancha qiyinchilik. Qanaqa qiyinchiliklarni ko'rdingiz? Qanaqa qiziq xotiralar qoldi mana shu talabalik davringizda? Esda qolarli, eslasangiz kulingiz qistaydigan yoki ko'zingizga yosh keladiganmi? Birorta fandan yiqilib, o'shani qayta tiklay olmay qolgan qiyinchiliklar bo'lgani yo'q. Hamma darslarga faol qatnashib, ustozlar misol uchun mayli umuman hattoki bajara olmaydigan darsingiz bo'lsa ham agar faol qatnashsangiz bahoyingizni qo'yib beradilar-da. Misol uchun falsafada sal qiynalganman. Falsafadan sal ustozlar bilan tortishib, faol bo'lganman, faqat qanday qo'yib qo'yganda, men dunyoqarashim, falsafa
o'sha narsani to'g'ri yetkazib bera olmasdan darsga tayyorlanganimda chiqib gapirishga harakat qilsam, ustoz mani tuzatib, man fikrimni tushuntirishga harakat qilgan, ustoz o'zini fikrini tushuntirish. Shunaqa holatlar bo'lgan, lekin baribir faol bo'lgani uchun bahomizga qo'yib berib yuborishgan. Hech qanaqa muammo bo'lmagan fandan yopishdi. Bundoq o'ylab qarasam, shu 4-4,5 yil o'qigan bo'lsam, hech qanaqa qiyinchilik miyamga kelmayapti, demak qiyinchilik bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Nima qiziq voqealar bo'lgan? Qiziq voqealar bo'lgan. Kulgilimi? Ajoyib. Qiziq voqea bo'lgan. O'zim ham hayron qolgan voqea bo'lgan. O'sha man JLPT imtihon topshirish bo'yicha yapon tilini o'rganib kelib, birinchi imtihonni olmaganman. Eng yuqori daraja. 3 marta topshirganman, 3-chisida olganman. 2 marta yiqilganman-da. O'sha eng yuqori ball JLPT N1. O'shanga JLPT imtihoniga birinchi kiryapman. N5 dan N1 gachami o'zi, N5, N4, N3, N2, N1. N1 eng yuqori, N5 eng kichkina. Qolgan darajada topshirmaganman. Sal sharoit to'g'ri kelmagan. Keyin N1 ga sirasi topshirganman-da. Tayyorgarliksiz o'sha N1 ni qanaqa qilib oladi? O'tish balli necha desa, 100 ball olsa, to'plolsa, o'zi maksimum 180 ball. 100 ball to'plolsa, N1 darajasini oladi. Birinchisiga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rganman-da. Keyin topshirganman. 99 ball olganman. Voy, 100 ball yetmagan. 1 ball yetmagan. Keyin ikkinchisida tayyorgarlik kam qilganman. Oxirgi haftada kitoblarni sal takrorlab kirganman-da. Eng qizi ikkinchisidan 99 olganman. Qanaqa qilib 99 2 marta ketma-ket olish mumkin? 99,5 emas, 99,2 emas, 99. 2 marta ketma-ket. Bunaqa matematika u bilan o'ylab qaraganda bunaqa to'g'ri kelmaydi. Bunaqa nima deydi? Oddiy ehtimollar nazariyasi bilan o'ylab qaraganda ham olish mumkin bo'lgan ballar, yechish mumkin bo'lgan savollar, xato qilish mumkin bo'lgan ehtimoli 99 bo'lish, 2 marta 99 olish ehtimoli juda kam-da. Lekin 2 marta ham shu 1 ball yetmay qolgan. Lekin bo'lmagan narsa bo'lgan. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Hali 2 marta bir xil ball olmagan bo'lsa kerak. Lekin hech xafa bo'lmaganman, alam qilmagan. 2 marta 99 olish hammaga emas deganman. Lekin zo'r narsa. Kamida ikkinchi marta topshiradiganlik, misol uchun o'ynashi mumkin. 98 bo'lishi mumkin yoki 97 bo'lishi mumkin. Shunaqa o'ynash bo'la kelsa 2 marta ketmaga 99 bu JLPT ham adashmasam 1 yilda 2 marta topshiriladi. Esimda men topshirganman. 1 yilda 2 marta qishda yozda bo'ladi, to'g'rimi? Yarim yil kutib berib 99 olish bu kulgili ham qanaqa alam qiladi. Bilmadim, qanaqa emotsiyalarni qanaqa hazm qilishni bilmaydi odam. Na kulaymi, na yig'laymi deydigan holat. Lekin 3-marta topshirgan, xudoga shukr 140 ball bilan o'tdim. Umuman 3-chisi muammo bo'lgani yo'q. 3-chisida umuman o'qishga tayyorlanganim ham yo'q JLPTga. Faqat anime ko'rganman. Aktiv so'z bilimini oshirishga harakat qilganman. 3-chisida lekin umuman tayyorlanmasam ham 140 bilan o'tib ketgan. Shuning uchun bitta narsani tushundim, bilim singish uchun ham vaqt kerak ekanda. Misol uchun yaxshi tayyorlangan bilan bilim singmagan bo'lsa, imtihon kuni kirib, misol uchun esdan chiqib qolishi mumkin. Lekin oradan misol uchun 3 marta topshirish uchun 1 yil kerak-ku, 1 yilda. 6 oy, yana 6 oy. O'sha oxirgi marta topshirganimda o'sha N1 o'rganganimga 1 yil o'tgan, o'sha bilim singan. Nima yodlagan bo'lsam esda qolgan, o'qimagan narsam esda yo'q, o'qigan narsam esda. Keyin o'sha aktiv bo'lmagan narsalarni aktivlashtirganman anime ko'rib. Keyin undan keyin N1 dan keyin shu paytgacha ham boshqa darajaga kirmaganman-ku. Bir N2 ham topshirib ko'ray deb kirganman-da. N2 qanaqa bo'lar ekan? O'qiganman, lekin topshirmaganman. Pul yo'q edi o'sha payt. N1 olsa pulni qaytarib beradi-da.
N2 yoki N1 darajasini olsa, qaysi biridir o'sha imtihon pulini qaytarib beradi davlatimiz. Shunaqa prezidentimiz tashabbuslari bilan. N2 ga kirganimda 100 ball olib maksimal ball olib qo'yganman-da. 180 ball olib qo'ygan. O'zim ham hayron qolganman. N2 ham N1 ham bor. Keyin N2 ni maksimal ball bilan olganman. Endi N2 N1 ga qaraganda sal soddaroq, lekin umuman xato qilmaganimga hayron qolganman. Shunaqa bo'lar ekan. Endi harakat qilish kerak, yaxshi o'rganib. Bu JLPT'dagi olgan natija yapon tili bilimini belgilamaydi, lekin JLPT yapon tilini qay darajada erkin ishlata olishini haqida hech narsa ayta olmaydi. Misol uchun, JLPT N1 oldi degani yaponlar bilan bemalol muloqot qila oladi degani emas. Yaponlarni bemalol tushuna oladi degani. Yaponlarni bemalol tushuna oladi gapini deganida, lekin bemalol o'zi gapira oladi degani emas. Shu narsaga e'tibor qaratish kerak. To'xtab qolish kerak. To'xtab qolish kerak emas. Sertifikat bo'lgandan To'xtab keyin qolish kerak emas. Bu o'zimiz ishlash kerak. bu oxirgi natija emas. Bizani o'qishimizga, misol uchun farzandini Yaponiyada o'qishini va ishlashni xohlaydi, lekin kelayotgan ota-onalarga nima degan bo'lardingiz? Qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz? Birinchidan, farzandi agar xohlayotgan bo'lsa, ota-onalar qo'llab-quvvatlashni xohlagan bo'lardim. Chunki misol uchun majburlab boshqa joyga kiritib qo'ygan bilan agar qiziqishi bo'lmasa, katta odam bo'lib keta olmaydi. Lekin agar qiziqishi bo'ladigan bo'lsa, agar qiziqishi traktorchilik bo'lsa, traktor zavodi ochib olishi mumkin. Traktor juda katta odam bo'lib ketishi mumkin. Oshpazlikmi, farqi yo'q. Agar qiziqishi Yaponiyaga ketyaptimi, imkon qilib bering, qo'ldan kelgancha o'shani qo'llab-quvvatlang. Balki yaxshi katta odam bo'lib ketardi. Misol uchun o'zimni ota-onamni misol qilib aytadigan bo'lsam, ishonishgan, mayli o'zimizga qo'yib berishgan. Mana xudo xohlasa ota-onam xizmatda bo'laman. Shu narsaga yetib keldim-da. Ota-onam ishonch bildirganim uchun yetib keldim. Agar meni Agolda Islom akademiyasida o'qir desa, u tarafda qanaqa yaxshi bo'lib ketardi, yaxshi bo'larmidi, yomon bo'larmidi, u narsa qorong'u-yu, lekin ishonch bildirishgan uchun shu joygacha ham yetib keldim. Ishonch bildirish kerak, bolaga o'ziga qo'yib berish kerak, o'zini qiziqishi bo'yicha ketish kerak va bolani nazorat qilish kerak. Nima o'rganganini, nima o'rgandi, nima qilyapti, o'sha narsadan har doim xabar olib turish kerak ota-ona. Mayli Nurislom maslahat berdi-yu, o'zini qiziqishiga bo'ldi. Bolam boraver deb 6 oydan keyin yo 1 yildan keyin ikkinchi kursga o'tdingmi deb so'rash kerak emas-da, har kuni so'rab turish kerak. Nima bo'ldi? Qanaqa dars o'rganding? Nima o'rganding? Menga ham aytib ber deb ota-ona talabchan bo'lish kerak. Qiziqishiga qo'yib berish kerak, lekin talabchan bo'lish kerak ota-ona. Shuning uchun agar qiziqayotgan bo'lsa, yo'l ochib berishingizni xohlagan bo'lardim. Chunki agar o'zida qiziqish bo'lsa, o'zi olib ketadi, harakat qiladi. Qiziqish yo'q narsaga harakat qilgandan ko'ra. Bu universitet, misol uchun shu siz ham Yaponiyaga ketaman deb maqsad qilib kirgansiz. O'sha maqsadingizga erishishda sizga qanchalik yordam beradi? Yaponiyaga keta olish imkoniyatim 0 edi, 0%. Na pulim bor, na menda skilllar bor Yaponiyaga ketishga, nima deydi? Qobiliyatlar deydiki. Yo, na bilim bor. Hech narsa yo'q, bunday qilib aytganda. O'sha narsadan hozir meni 100% olib chiqib qo'ydi-da universitet. Misol uchun, hozir menda yapon tili bor, menda ish layohati bor va men уже ishga kirganman. Ma'noqat bilan universitet orqali, universitet yordami bilan. Bu degani Yaponiyaga keta olaman. 100% ketishim aniq. Bu mana shu oy oxiriga ketadi. 0% dan 0% edim. 2018mi, 2019-yillar 2020-yil deb aytadigan bo'lsak, mana 2026-yil Yaponiyaga ketish imkoniyatim 100% yetib turibdi. Ya'ni meni 0 dan 100 gacha olib chiqib berdi. Hammasi o'sha universitetni mana shu universitetning sharofati bilan rektorimizni, o'qituvchilarimizni bilimlari berganlari va Yaponiyadagi o'sha bizga ishga kirishga ko'mak bergan o'sha kompaniya xodimlari sharofati bilan mana hozir Yaponiyaga ketishim aniqda. Demak, O'zim orzumga erishdim. bu universitetga kelajakda kirmoqchi bo'lgan abituriyentlarga bemalol tavsiya bera olasiz.
Ha, tavsiya bera olaman. Bitta narsa, agar Yaponiyaga ketish niyatida Yaponiyaga borib, Yaponiyada ishlash, Yaponiyada karyera qurish va o'zi umuman Yaponiyaga qiziqish bo'ladigan bo'lsa, man Jizu universitetiga topshirishni tavsiya beraman. Agar Yaponiyaga ketish niyatingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, misol uchun nima deydi? Bizada shunaqa narsa borku, universitetda o'qimasa or tuyuladi. Misol uchun uydagilar birorta oilani farzandi, misol uchun mahallada universitetga kirolmabdi, universitetda o'qimayapti desa, hamma anaqa qiladi. Shunaqa narsa bor, haliyam universitetda o'qish kerak degan talab bilan shunaqa narsa bor. Faqatgina o'shani ota-onamni farzandi, mani misol uchun universitetda o'qimayotganim uchun ota-onam shunaqa yuzi yer ko'rmasin deb Jizuga kirib qo'yib o'qiyotgan bo'lsa, odam qiynalib ketadi. Chunki bu yerda universitetni bosimi juda kuchli, o'qish kerak. Bu yerda aytgandek, Jizu O'zbekiston o'zida ham o'qiladi, keyin Yaponiyani hamkor universitetida ham o'qiladi. Ikkita, uchta universitetda bilimi bittada beriladi-da. O'sha bilan teng keta olish kerak. Buning uchun juda odamda iroda bo'lishi kerak, qiziqish bo'lishi kerak-da. Yaponiyaga ketaman degan maqsad bo'lishi kerak. Bo'lmasam anaqa biriga bir olib ketolmay qoladi-da o'qishlarni. Agar Yaponiyaga ketish qiziqish bo'lsa, uddalab ketsa bo'ladi hamma narsa. Agar Yaponiyaga umuman qiziqish bo'lsa topshiringlar. Bo'lmasam, menimcha bu universitet sizlar uchun emas. Bosimni ko'tara oladigan va o'qiyman degan odam bo'lish kerak. Universitetni yanada yaxshilash, o'quv ta'limni yanada yaxshilash bo'yicha menda bitta taklif bor. Bizani universitetda harakat qilgan odam asta-sekin pog'onalab yuqorilab ketaveradi. Harakat qilmagan ham tushib ketaveradi, lekin bitta narsani xohlardim. Bilmadim, qanaqadir tilla harflar bilanmi, unaqa sariq harflar bilan universitet qoidasi sifatida, universitet talablari sifatida hamma har kuni qarab o'tadigan joyda universitet shartlarini yozib qo'yishni xohlagan bo'lardim. Misol uchun, agar bizani universitetda hamma imkoniyatlar, sharoitlar bor. Misol uchun, agar mana bu darajani qo'lga kiritsangiz, yapon tilingiz mana bunaqa darajada bo'lsa, coworkingda mana bunaqa ishlagan, mana bunaqa tajribali odam bo'lsa, ish topib ketish muammo emas. Lekin bu aytilmagan qoidalarda, misol uchun odam o'zi o'ylab keyin xulosa qilsa bo'ladigan muammolar, aytilmagan qoidalar. O'sha aytilmagan qoidalarni yaxshilab qog'ozga tushiribman yoki hamma ko'radigan joyda yozib qo'yish kerak-da. Aniq qilib qo'yish kerak. Hamma shartlarni, internshipga ketish bo'yicha shartlarni, darsdan ozod bo'lish bo'yicha shartlarni, ishga joylasha olish bo'yicha shartlarni, shartlarni hamma ko'radigan joyga yozib qo'yish kerakki, har kun o'tayotganda o'sha odamni ko'rish kerak o'sha narsani. Eslatib turish kerak o'ziga. O'ziga eslatib turish kerak, ko'rish kerak, bilish kerak. Misol uchun, universitetga kirgandan keyin 4 yildan keyin nima qilaman deb o'ylaydigan odam bor yoki bugungi kunni o'ylaydigan odam bor, bugungi haftasini o'ylaydigan, 1 yilni o'ylaydigan odamlar bor. Hamma ko'ra olish kerak-da o'sha narsani. Misol uchun, mana internshipni shartlari N2 darajasi bo'lishi kerak. Ikkinchisi, yapon tilida erkin suhbat qila olib, suhbatdan o'ta olish kerak. ITdan mana bu tillarni bilish kerak yoki mana bunaqa tajribasi bo'lishi kerak deb aniq qilib aytib qo'yilsa yoki ishga kirish bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, menimcha proyekt tugatgan bo'lish kerak, mana bu darajani bilish kerak, menimcha coworking darsda o'rgangan bo'lish kerak, menimcha krediti bo'lish kerak yoki hamkor universiteti menimcha krediti bo'lish kerak. O'sha shartlarni hammasini hamma ko'radigan joyda yozib qo'ysam yoki o'zimizni portfoliomiz bor chizish uchun. O'sha yerda qilish kerakmi? Ishqilib hamma qarab ko'ra oladigan joyga turinish kerak-da. Ikkinchidan, bu bitta shartim, bitta taklifim. Ikkinchisi, har bitta o'quvchini o'zini bizda hozir o'tgan yili portfolio yo'lga qo'yildi. O'sha yapon kompaniyalariga o'sha
4 yil davomida yoki birinchi kurs bo'lsa 1 yil davomida qilingan ishlari o'sha yerga joylab boriladi-da, yapon kompaniyalariga olib borib, mana bizada mana o'quvchi, mana bunday faoliyatlar ko'rsatgan, mana bu ishlarni qilishyapti, mana yapon tili darajasi deb portfolio sifatida olib borib ko'rsatiladigan sayt qurildi. Lekin u nima deydi? U tashqi kompaniyalar uchun bo'ladigan narsa. Va juda uni ichki qismi juda o'zi talabalar har bitta bo'tda hozir aytgan tizimimda har bitta talaba boshqa profilga kirib ko'ra olmaydi. Endi men nima xohlagan bo'lardim? Har bitta talabani profiliga kirib ko'ra oladigan va gamification degan narsa, misol uchun har bitta o'tilgan darsdan faol qatnashganligi menimcha qanaqadir ballar yig'ib borib, o'sha ballar orqali misol uchun tasavvur qilaylik, darsda faol qatnashganiga ballar, volontyorlik ishlari qilganiga ballar, daraja olganlarga, skill, qanaqadir imtihonlardan yaxshi o'tgan yoki o'tgan balliga o'sha davomatlari to'pato'g'ri. O'sha narsadagi balni to'plab borib, misol uchun menimcha ball to'plasang, internshipga ketasan yoki menimcha ball to'plasang, seni mana bu kompaniyaga taklif qilamiz, tavsiya qilamiz. Shunaqa narsalar yo'lga qo'yilsa, o'quvchilarda faollik yanada oshadi degan, bir-birini ko'rib, bir-biriga motivatsiya olib. Faollik oshadi va nima? Kyoso deydi-ku. Raqobat muhim narsa-da. Raqobat oshadi. Mana shu narsalarni yo'lga qo'yilsa juda zo'r bo'lar deb o'ylayman. Har bitta o'quvchi boshqaning profiliga kirib, mana shu narsalarni ko'ra olsa, kim qanaqa ketyapti, kim qanaqa ballar to'playapti, men ham shunaqa harakat qilishim kerak. Keyin o'sha yerda bitta narsa aniq bo'ladi. Universitet bo'yicha tasavvur qiling, liderlar paydo bo'ladi. 10 ta geniy o'quvchilar ro'yxat paydo bo'ladi. Hamma men o'sha 10 talikka kirishim kerak deydi. Top 5 talik. Top 5 talik. Men o'sha narsa keyin mana bunaqa katta monitorlarimizda, har bitta monitorlarimizda o'sha narsada dars boshlangungacha yoqib qo'yilsa, misol uchun shuna kiradi, top 5 talikda kim bugun yoki bir oydan beri kimlar turibdi. Men o'shalarga hurmatim oshadi, o'shalarga harakat qilaman, o'shalarga yaqin bo'lishga harakat qilaman, o'sha yerga kirishga harakat qilaman. Raqobat kuchayadi, hamma o'rganishga harakat qiladi. Yapon mehmonlar kelganda o'sha o'quvchilarni ko'radi-da, ko'z-ko'zga tanish bo'ladi. O'sha narsalar. Misol uchun yana nimani oshiradi bu narsa? Faollik, raqobatdan boshqa yana bitta narsani oshiradi. Hamma bir-birini tanishib boshlaydi. Misol uchun sizni ko'ryapti ro'yxatda 20 talikdan tushmayapsiz, ismingizni ham biladi, boshqangizni ham biladi, ma'lumotlaringizni biladi, faolligingizni biladi, siz bilan do'st bo'ladi, do'stlaringiz oshadi. Boshqa narsa, yana bitta narsa bor. Universitetni o'zidan misol uchun qanaqadir tadbir bo'lgan taqdirda talabalarni rag'batlantirish uchun platformada bu. Misol uchun talabani rag'batlantirish uchun talabaga nima kerak? Ball kerak. Bundan tashqari, misol uchun mana shu faoliyatda aktiv qatnashgani uchun bizda hozir shu paytgacha ham sertifikat berib kelingan, lekin sertifikat olinadi-da, u hammaga ko'rsatib bo'lmaydi-da. Uning uchun o'quvchi o'ziga sayt qilish kerak, sertifikat o'sha yerga qo'yib qo'yish kerak. Keyin u saytini ko'rsatish kerak kimgadir. Sertifikatni misol uchun har doim yonida olib yurib bo'lmaydi. Lekin agar oddiy shunaqa sodda platforma qilinsa, u hamma joyda ko'rib, juda ichida hamma joyda ko'rib ko'rsa bo'ladigan bo'lsa, aktiv faoliyat uchun, faollar uchun badge bor-ku, hozir learning badge degan narsa bor, badge. O'sha badgelarni bersa bo'ladi-da, misol uchun sertifikat sifatida mana IT Expo'da mana bunaqa faoliyat ko'rsatdi, faol bo'ldi, mana bu badge sizga. Darsda juda faol qatnashdi, 10 ta savol berdi, mana badge sizga. Yoki darsda tushunishga qiynalayotgan o'quvchilarga, kursdoshlariga yordam berdi. O'shaning uchun mana bu badge sizga deb bundoq bersa, faollik yana ham oshadi. Studentni rag'batlantirish uchun ham bu platforma. Mana shu narsalarni men rahbariyatimizdan iltimos qilgan bo'lardim. Mana shu narsalarni agar mana shu universitet shartlari mana shu hozir aytgan platforma hamma o'quvchilarimiz uchun platforma qilinsa, men juda ham xursand bo'lardim. Bu taklifingizni
YouTube'ga qo'yamiz. Rahbariyat, rektorlarimiz, prorektorlarimiz va o'qituvchilarimiz hammasi ko'rishadi. Xudo xohlasa, bu narsa bo'yicha hali menimcha Kudo Sensei tarafdan ham alohida proyekt sifatida balki Cowork dasturiga kiritilib, bu platformani ishlab chiqish ko'rib chiqiladi. Inshaalloh Taklif berilsa. Xudo xohlasa shunaqa Xudo bo'lishini xohlasa. xohlagan bo'lardim. Bizada eng ko'p dasturchi qayerda dedim, Jidda universitetida. Hammamiz dasturlash bo'yicha o'rganamiz. Mana shu rejasini yaxshi to'g'rilab, rejasini tuzib bersa, har bitta Jiddadagi o'quvchilar har bittasi bir qator kod qo'shsa ham sayt bitib ketadi. Platformami, saytmi, mobil dasturmi bitib ketadi. Aytmoqchi bo'lganim, bu ham faollikni oshiradi. Mana shuni o'zini ham proyekt qilib, hammaga proyekt qilib bersa ham bo'ladi. Yoki mana shu proyektga hissa qo'shgan o'quvchilarga, misol uchun dastlabki birinchi versiyasini chiqarib olib, o'sha proyekt yana qo'shimcha joylarni qilgan o'quvchilarga yana ball qo'shib, faollikni yana oshirsa bo'ladi. Bu narsani bu yaxshi fikr, yaxshi taklif deb o'ylayman, o'zi shaxsan fikrim. Bu narsa bo'yicha hali Kudo Sensei bilan hali maslahatlashishadi. Xudo xohlasa, proyekt sifatida bitta dars sifatida balki bolaga vazifa sifatida Cowork darslarida topshiriladi. Xo'p, oxirgi savolim. Mana kelajagini IT va yapon tili bilan bog'lamoqchi bo'lib, JDUga kirmoqchi bo'lgan, kirish niyatida bo'lib tayyorgarlik ko'rayotgan abituriyentlarga qanaqa motivatsion xat yoki murojaat yo'llagan bo'lardingiz? Rahmat. Mana shu Jiddagi universitetga kirmoqchi bo'lgan o'quvchilarga men nima maslahat beraman? Ko'pchilik, misol uchun targ'ibotda yurgan paytlarimizda ko'pchilik kirish imtihonlari nimadan, necha ball o'tish ballari deb so'rashadi, lekin bitta narsaga e'tibor qaratishni so'rayman. Universitetga kirishdan ko'ra ko'proq universitetga kirgandan keyin qanaqa bitirishni o'ylagan yaxshiroq. Mayli. Birinchi hammani xayoliga keladigan narsa qanaqa kiraman, necha ball to'plashim kerak, u narsa emasda. Mayli, kirdim, qanaqa bitiraman, u yerda nima o'rganaman, qanaqa harakat qilishim kerak, bitirish uchun nima qilishim kerak, o'z maqsadim nima, o'sha narsani o'ylashsin. Agar haqiqatan yapon tilini o'rganmoqchiman, IT o'rganmoqchiman, Yaponiyaga ketmoqchiman, Yaponiyada yashamoqchiman, Yaponiyada ishlamoqchiman, o'sha maqsad bo'ladigan bo'lsa, universitetga kirishdan ham ko'ra ko'proq, misol uchun, mayli, Jiddaga kirdim, o'qishni davom ettirib keta olamanmi? O'qishga bo'lgan bosimmi? 3 universitetda o'qib keta oladigan darajada bosim bor dedim. O'sha 3 universitetda ta'limini birdaniga o'rganish kerak. O'sha bosimga dosh bera olamanmi, yo'qmi? Savolni universitetga kira olamanmi, yo'qmi deb qo'ymasdan, o'zingizlarga ko'proq mayli, kirgandan keyin shunaqa qiyin, bosimli o'qishni davom ettirib keta olamanmi? O'sha savolga o'zingizlarga javob qidirsa, menimcha yaxshi bo'ladi. Agar o'sha javob men har qanaqa qiyinchilikka tayyor bo'laman, 3 ta universitetda bosimini ham olib, yapon tiliga e'tibor qaratib, qiziqishimni yo'qotib qo'ymasdan davom ettiraman, maqsadimga erishaman, Yaponiyaga ketaman deydigan odam bo'ladigan bo'lsa, o'quvchi bo'ladigan bo'lsa, marhamat, juda hamma sharoitlarni tayyorlab beradi o'shanaqa o'quvchi. Rahmat Islom, bugungi suhbatingiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'lasiz. Bu suhbatingizni biz sizdan keyin bitiradigan talabalarimiz uchun, abituriyentlarimiz uchun YouTube'ga joylab qo'yamiz. Menimcha hammaga manfaatli bo'ladigan umiddaman. Ayniqsa menga ham ancha manfaatli bo'ldi. O'zim ham Yaponiyada yashab kelgan bo'lsam ham, 7 yil ancha vaqt yashagan bo'lsam ham, mana siz yaqinda borib keldingiz. O'zgarishlarni eshitib, o'zim yana Yaponiyaga qaytgim kelib ketdi. Ancha ko'p narsalar esga tushdi. Rahmat, kelajagingizga omad. Fujifilmda yaxshi maqomlarda uzoq karyera tilab qolamiz va boya aytganingizdek maqsadingizga erishing. O'zbekistondan boradigan kadrlar uchun bo'sh ish o'rinlar yaratishda o'z hissangizni qo'shishdagi maqsadingizga erishish tilab qolamiz. Bugungi suhbat uchun kattakon rahmat. Sizga ham katta rahmat. Bugun Xudo xohlasa suhbatimiz manfaatli bo'ladigan umiddaman. Xudo xohlasa. Rahmat, hamma samimiy tilaklar uchun rahmat. Harakat qilishdan to'xtamaymiz. Aytganimizdek, o'sha ko'proq o'quvchilar Yaponiyaga borish uchun, Yaponiyaga borishni orzu bo'lgan o'quvchilar, harakat qilgan o'quvchilar Yaponiyaga borib ishlay olish uchun
qo'ldan kelgancha harakatimiz qilamiz. Rahmat. Rahmat.